Qırıqda bolsa azmatlar, Mevlana ansamblıdaki azmatlarımız Әмді нөвәтсілер келді, тәйярлықыңла ба му, yok mu? Ekranlardaki kadarlı görmenler, yani bugün Kujan Oqatçılık Oroyu orunlaştırılgan, yani şu bir aylık faaliyetinin toncu kündeki faaliyetini ilip veriyoruz. Yani Kujan Oqatçılık Oroyu 2021 yılı 4. ayının 19. günden 5. ayının 19. günü geçe bir aylık, yani bir aylık Kujan Goroyi Çolpalla Sadasi Nak Meydan Bivas tarqıtış faaliyetini uyuşturdu. Her günü mana muş bir ay jarayandaki her günü de mana muşu bizdeki çıraylık bizelgen sehnimizde sanatkarlarımız sizlarga en yaxşı halda hizmet kılıdı. Onda bolsa sehnimizge bizden azmatlarımız çıkışça çıkıp oldu. Yani bugünkü bizdeki Az mehmanımız, hemimiz intan yaxşı gördüğün, nakşlarını yaktırıp anlaydıgan, en alkışlıq nakşçımız, şundaqla icadiyetçimiz, kompozitor, Mevlan Memtiminin qaysı icadiyetlerini, qaysı nakşlarını yaxşı görsüler, qaysı köyleri gəlsüler, intayın qayıl. Bana, muşu nakşlarını ekran yüzüge hizip koysanlar buludu. Mevlan kana yaxşı durdunuz mu? Yaxşı mı? Yaxşı ya? Yaxşı. Yaxşı ya? Uzunsa yaxşı duratam siz. Mən yaxşı ya? Yaxşı duradım. Mən uzun boldu görüşəmədik ha? Titanik'tek çıkırıp kıyıttım arasında. Mən kaynağızımda bir xil oxtuqçunuzdak çıxdım. Yani ekranda Mevlan mənim aldımdım şu bir oxuqçumdak oturupdu. Mən resmi bir oxtuqçusudak ders berdiğan oxtuqçusudak çıxıbdı mənə. Yani yaxşı gördüğün nakşlarının tizimliki çıxıb oldu ya. Yalğız kişilik oturuş, qatarlıq. Mədən bu nakşlarının tizimlikini qaldırıb qoysanlar buludu. Yalğız kişilik oturuş degen bu nakşını haqiqatan həmməylən bək yaxşı gördüm. Mən bu maşını edegen vaxtlarımda şun xən bu fan. Şunda ama, rəhmət. Aşta qoyub anlayım. Onda biz aldı bilən görmənlərimizə bir salımımızı yetkizib etəmdik. Yaxşımsızlar, tordaş dostlar. Bizning mau sahnedeki hizmetimiz hem de başlanmakçı. Bayan bizning ayzon şu Kujan Goroyi to'g'riliq nayt yaxshi tushunchalarni berdi. Menda mu to'liq tushuncha yo'q ekan to'g'risi gap qilsam. Bugun xili tushundik. Bayanqi tushuntirishlardan men jiq narsalarni his qildim. Buning haqiqatan mush asosan hamma sohada to'liq hammani o'z ichiga olgan bir hamda haqiqatan bir amaliy kuchi bor bir guruh ekanligini men his qilib oldim bugun. Şuna aldı bilen hem de bugünkü bizden şu sahneye çıkıp tordaş dostlarımız bilen görüşüşümüz gibi şu Kujan Gorohi'nin kollaşığı, şu uğurlaştırışı sebep oldu. Şuna aldı bilen bizim şu dostlarımıza vakaleten şu Kujan Gorohi'ye rahmet eyledim. Rahmet. Ekrandaki görmenlerimiz sizni görüşke şundaqla Mevlana ansamblıdaki azmatlarını görüşke de qaza bolup ketdi ya. Andan şu sazlarını siz biz paranlaşqaç buldu azırak orunlaştırırsak demek. Sazların avazını tordaşlarını mı azırak anlap bakısı var şu nimeler çalınıvatıdı. Ras çalamdı o bunu. Ras Nak Meydan'da ilip verildi. Ekrandaki görmenlerimizge biz her qitimliq bevas tarqıtışda şunu asker tutumuz. Yani Kujan Goroyi bevas tarqıtış süpsida, şundaqla kuyçi bevas tarqıtış süpsida ilip verilayotgan mana şu Kujan Goroyi Çolpalla Nak Meydan bevas tarqıtış faaliyetimiz Nak Meydan ilip verilayotidu. Mana men suni miyak yötküdüm. Bu suni yeni miyak yötküdüm. Yeni yötküdüm mana bevas mı emasmı? Nimişqa deganda biz bevas tarqıtış arqılıq Nak Meydandaki muzikantlarımızdaki ecri arqısida tirishchanligida mushu ko'rmanlarimizga yüksek derecede hürmet bilen pozisiyasi bo'lganligi uchun har qanday bir naqshni, har qanday bir muzikani Nak Meydanda o'rinlaydi. Hamda mushu Nak Meydandagi bizning faoliyatimiz başlanıp mana sal turib bizning muzikantlarımız bilan birlikte Mevlan ekrandagi ko'rmanlarimiz yoqtiradigan naqshlarni sovg'a qiladi.
Bular endi muş naq maydonki naqshlarni sovuq qilishdan oldidan necha kun kechini kunduzga ulab mashq qiladi. Faqatlam endi bugun mush sahnaga chiqiblam o'rinlig'ini emas. Albatta buningdan ilgirimi bular nurg'un qitimliq mashq qilish orqali, nurg'un qitimliq kechiliklarga, faoliyatlarga birga qatnash orqali bularda bir moslashchanlik paydo bo'lib bo'lgan. Moslashchanlik paydo bo'lishlam emas. Bular eng muhimi ekran oldidagi ko'rmanlarimizga bir hurmat bo'lsin deb biz müşahede neçe naqshni soğuk qildik ekanmiz. Bunun oldida cho'qim bir qattiq astoydillik bilan, mas'uliyatchanlik bilan bir mashq qilish kerak deb o'ylab, mana necha kun bo'ldi bular aram ahmadi. Shuning uchun ekran oldidagi ko'rmanlarimizga, vokaldan azmatlarimizga, muzikantlarimizga yana bir qitim minnatdorligimni bildiraman. Chapat atdinglar. Hechqisi yo'q. Bizmi xo'shal. Mushu fursatda biz o'zimizning naqshlarini do'stlarimizga sunib olganimizdan. Rahmat. Ovoz bek yaxshi chiqdi mana deydi. Ovoz yaxshi chiqdi-da. Ovoz yaxshi chiqdi. Oh. Buldu. Ekranda ko'rib turaylik demsiz, buldu. Bek chiroyli chiqyapti, mana shiping duxavi ko'ynaktirim. Ovoz yaxshi shundaqku. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, sizlarning inkosinglarni ko'rsak biz texmi jonlanib ketdi ekanmiz. Yanala shu deydig'inim Xo'jan Goroyi uyushtirgan bugungi mushu faoliyatimizda, Cho'lponlar naq maydon bevosita tarqitish faoliyatimizda yaxshi inkoslarni qoldirgan bo'lsanglar, ovozinglar bormi deydi. Ovozimiz bor. Faxr qini deydi, faxr. Faxr ba. Faxr basal turib ko'rinish bermiz. Hozir asosliq mendan ko'rinishimni beribdi. Shuningga ekranga men chiqyapman deyishiga, sal turib faxrga ayrim ko'rinish bermiz. Gülşen kiyiminiz yarışıbdı deydi. Məxsus bugungi shu Mavlanning bevosita tarqitish uchun tayyorlagan ko'ynakka sizlarning yaxshi ko'rishinglarni, yoqtirishinglarni umid qilaman. Yaşab ketdinglar deydi. Rahmat. Shundaqla ekran oldidagi barcha ko'rmanlarimizga güzel tilaklarni tilaymiz. Bugungi bizning faoliyatimizdan rozi bo'layotgan bo'lsanglar, bugungi bizning faoliyatimizni shundaqla shu naq maydon bevosita tarqitishimizni texmi ko'p do'stlarimizga ham bahirlab qo'ygan bo'lsanglar, do'stlarcha birkiga chiqarish orqali shundaqla to'plarga yo'llash orqali bir katta faoliyatni barcha do'stlarimiz, qarindoshlarimiz bilgan bo'lsa degan umidda. Rahmat. Rahmat bunda bo'lsa. Gülcan, men bir ishni unutdim mencha. Men bir rasm tusholam to'xtab. Men bizning cho'nglarga men shuni bir evet olmoqchi edim. Boshlandi deb. Shunga do'stlar, mana cho'nglar o'xshasham, men har qitimliq bevosita tarqitishni boshlaydigan chog'da dadam telefon urdi. Yoki qisqachuр qilib Ündidarda balan faoliyat qachon boshlandi, ular meni menga yo'llab bergan bo'lsang deb. Cho'nglar haqiqatan bizning mush sahnadagi oltimizni ko'rsa, bek hayajonlandi, bek xursand bo'ldi. Cho'nglar evatgash studiya ayg'im evatib qo'yaylik. Bir to'pinglar bordi, balkim shu to'p qilib evatib o'taylik. Hozir to'pni birini qo'raytamdik ya. Yo'q. Boshlandi. Ekran oldidagi bizning faoliyatimizni ko'rayotgan qarindishimiz Mavlanning cho'nglari, urug' tuqqanlari hammanglarga salomlar ketdi. Rahmat. Bizga qachonroq ijozat bersiz, naqshimiz boshlaymiz. Hozir mana ijozat bo'ldi. Siz berib qo'yganmidingiz? Ya, berib bo'ldim ijozatni, ha. Ma'qul.
Hasratda qaldım ol peri ruxsareni Çıkı görsem deb tilarman Gözleri xumareni Üç görüşkende salurlar ay yüzüge halini Töpte pişkanda salurlar xancere tayyarini Ol peri ruxsareni Gözleri xumareni Ol peri ruxsareni Gözleri xumareni Beş görüp aldı de can Versem şehidu işkmen Altı görmek ne dilermen Gözlerim estaneni Yatta iqlimda yok karmısın Kebi nazuk bedem Sekiz uçmaktan ne durlarsan Kebi ayareni Ol peri ruxsareni Gözleri xumareni Ol peri ruxsareni Gözleri xumareni Yılsam başından Ya ki canım tendi bar Un kulum birle tavam Kılsam nigarım payine Un kulum birle tavam Kılsam nigarım payine 11 ay buldu navay Yarıdan ayrıldı 12 ay örülgeç görmedim hem halini Hey! Ol peri ruxsareni Gözleri xumareni Ol peri ruxsareni Gözleri xumareni Rahmet. Rahmat. Bizning ekrandagi ko'rmanlarimiz degandek vahshiy bir naqshga. Raslan mesela Mevlan sizmi bundaq savollarga jiq javob berib qolamiz deb o'ylayman. Chunki balkim sizning naqsh etish uslubingizni qisman do'stlarimiz tushunmasligi mumkin. Shundaqmi hamda buni bir yangi naqsh etish uslubi deb o'ylashi mumkin. Mushtaq savollarga qanday javob bersiz? Tushunmaydiganlarmi chiqib qolamdi? Ya. Acaba sualımga yaxshi javob chiqdi. Menimcha, yangicha naqsh uslubim emasdi. Cho'nglar sizlarga yoqdimi bu naqshama past o'ltagan? Ayni anlamam. Yaxshi ko'rdi. Shu cho'nglar yaxshi ko'rdi degan gap unchalar deb ketgidek emas-ku, ha. İmkon sezinglar do'stlar, men gapga Gulchan nima deyotdi meni? Yo'q, masalan, shaxsan biz pek yaxshi ko'ramiz qurdoshlarcha hamda davrdoshlar, do'stlar. Ya rost yoqtiramiz-ku hamda. Boya degandek sizning naqshlaringizni hammamiz shunchaki yoqtirib, anglaganligimizdan shun xon pofan qilamiz deb. Hamda shuning o'zlam shu yoqtirganlikning ifodasi ekan. Lekin ba'zida pek az qisman do'stlarimiz, "Ey bu
qandaq bir xil yangicha uslubdi deb qalamdigandu deb savolim paydo bo'lib qoldi. Agar unda emas desangiz bo'ldi, bu savoldan o'tib kelsak bo'laverdi. Mavlan, chataq yo'q. Endi meningcha endi bir singlarning shu ko'rayotganinglarning ovozi chiqyapti-ku, bizga ta'sir qilib qoldi ekan-ku. Mening ovozimni pastda anglayapman-ku. Agar ko'rayotgan bo'lsanglar, ovozni yo'qotib ko'rgan bo'lsanglar, rahmat. Agar mening naqsha aytishimni do'stlar, agar yangichiroq naqsha aytish uslubi deb qarasam, men uchun bir bek faxrlanarlik, nihoyat qo'shilgan ish-ku bu. To'g'ri. Ondan endi mening naqshamni qanchalik odam yaxshi ko'radi, qanchalik yaxshi ko'rmaydi, men uchun bir iniqsiz ish. Ham men qalqatirgan ishim emas meningcha-ku. To'g'ri. Mayli men bulay, mayli shu men bilan biz birga musiqa o'ynayotgan bizning ansamblimizdagi do'stlarimiz bo'lsin. Biz boshqalarning bahosini bek o'zimizning musiqasiga bekroq ko'ngil bilamiz. O'zimizning musiqasi bizning shu musiqaga tutgan pozitsiyamizni, bizning shu musiqa bo'lgan tushunchamizni, o'zimizning shu yashash ideyamizni aks ettiramamdi degan narsaga biz bekroq ko'ngil bilamiz. Meningcha shu musiqaga nisbatan naqshga nisbatan yoki haqiqiy samim bo'lsa, qolgan taraflarni o'ylashib, ansirab yurishning hech qanday hojat yo'q deb o'ylayman. Mening erishmoqchi bo'lgan javobim naq mushti. Shunga gap qisabdi-ku, men. Bakli o'zgacha. Hammamiz yaxshi ko'ramiz, shaxsan men bak yoqtiraman. Men o'ylayman, milliy so'z bilan elektronlik so'zni birlashtirib aytishni bakrak yoqtiraman debdi. Mavlanjon, ajoyib yaxshi aytdingiz. Yaxshi birlashibmiz deydi. Endi musulmonlarimiz yaxshi ko'rishda, bek chiroyli anlandi bu naqsha deydi. Vini bek yaxshi ishlatibsiz, Arzugul. Dingjo'jo'liyo, bek chiroyli anlandi bu naqsha. Shu hamda bir yil hozir hissiyatida yaxshi yoqtirganligidan, ajoyib yoqtirganligidan mushtaqilligi degandek so'zlarni qo'shqinning o'zimi hissiyatni ifodalashingiz bek yaxshi bo'ldi deydi. Rost ekran oldiga ko'rmanlarimiz tushundi. Endi men boyaqi savolni so'rashdiki maqsadim shu, albatta bizni yaxshi ko'rganlar bo'ldi ekan, yaxshi ko'rmaydiganlar bo'ldi ekan, lekin biz o'zimizningki xizmatimizga, o'zimiz yaxshi ko'rayotgan mush kasbimizga 100 kilolasaklar, mushning o'zi biz uchun eng chong natija. Shuni danga Gulshan ilqchi, hamda hammadan meni yaxshi ko'rsatdi deb ko'ptiga yuga odam, eng bichora odamchu. Meningcha oldinla o'zi yaxshi odam bo'lib, uning keyindan o'zining ishini yaxshi qilib yurgan odam meningcha. Balkim nurg'un odamlar shunday odamlarni yaxshi ko'rish mumkin-chu. To'g'ri. Ovozingiz shunday o'zgacha. Eng tipik vakilning birisi sizg'o Gulshan. Hammamiz yaxshi ko'ramiz. Rahmat. Yaxshi ko'rmaydiganlar bor lekin. Yaxshi ko'rmaydiganlar bo'lmasin, bo'lmaydi, ko'z tegib ketadi qaramiz. Shundaymi? Naq maydonning huzur boshqacha, texi chochlarining shu o'shanligini-chu deydi. Rahmat. O'zim targ'an deb. O'zim yasigan. Amsi bizning azmatlarimizni bir tunishtirib o'tamdiq. Voy buldu. Qani. Endi do'stlar tunib bo'lgan shunday odam endi bir tunishtirlar. Muzikantlarimizni bizning Dilmurat bizning ansamblimizning eng ko'na a'zosi, bizning shu Duyjong taqcho. Siz Duyjong emasmi? Men sizni Duyjong deb o'ylayman. Yo'dingni chikirganda Dilmurat boshqurdi, ba'zida meni. Sizni Dilmurat boshquraman. Yo'qlamamni qildi emasmi? Endi bizning ekranga dönbemiz o'qqanmisin? Meni ko'rsatmay, Dilmuratni ko'rsatmoqchi. Dilmuratni ko'rsatsinmi? Ma'qul. Bu to'xtab qoldi Gulshan. Yo'q, mo'ju to'xtamadi, hozir. Nima qildi? To'g'rim yaxshi emasmi ediki, men iPadning-chu Wi-Fi'da bo'layotgan keyin. Dilmurat bizning asosiy kuch urdigan a'zoyimiz. Ana keyindan Faxriddinni bilsiz Gulshan. O'zingiz bir tunishtirib o'tamsiz. Faxriddin bizning faxrlik o'g'lonimiz Qarmay xalqining. Katta gitarchi, shu rayonimizdagi yomon katta gitarchi. O'sha muzikasiga o'xshash o'zimi bek esil. Katta. Ondan Azarmo ajoyib yaxshi chaldi gitarni. Qarmaysizmi Azarga? Azar qardim. Azar. Çağan əsrini bizning ras balla bek hamda o'zim ashla o'ylayman. Elqi muzik chelishimi bek yaxshi ham qolgan bu adamiylik qolgan taraflardan bek isil ballachu. Am yaqroq qolsin deydi ana. Meni ammanglarchu shu yigitlarni elinglar. Qarab tunishtiray.
Bizim ümit qara oltağınağa. Umaqlığı ne bunun? Umaqlığını özümü bektirişcan, amma ilqi özümü bek yaxşı bir pət çepremsi ya. Ha? Buldu mu? Bayam qılatında oynayıp etmemse? Ha? El çepremse? Ha, maqula. Xıcılıb getdi ya. Hem de yaxşı adam degen maqtıya qarab oldu deydi ço, ilqi Abdullah akam şu maqtsa xıcıl oldu da elbette bizden balla yaxşı olğan ekan. Doğru, ha. Bizden şöhret amma basketdan 6 tarısı aqram. Ha? 6 tarısı var dostlar, ha? 6 tarısı var gibi. Əmin çaldı o ağaçlarının. Şöhret, özümü pek yaxşı basketarçı. Bu qitimqi işimizga yardımga kelgan. Rahmat Şöhret Fukam sana. Köp rahmat. Cuma. Rahmat. Etip seni közlerim toymaz degan naqshada ben naqshlarni tizimlikda o'qitimay chiqyapti-da bizning azmatlarimizni tunishtirish jarayonida. Hozir mening to'g'rim toz yaxshi emas. Qarang to'xtatmay qaytadan kirishim kerak ekan. Bo'lmasa inkaslar to'xtab qolgani yo'q. Hozir bizningki mushu mana endi chiqyapti-da. Ekranı çıktık. Rahmet, hakikaten bu şu her qitim sizler bilen birge muş sahnede ekran altındaki görmelerimizge hizmet kılsak pek rahatçı. Bu rahat tuygu degen pek mühim buldu ki. Bir-birini yaqtırdıgan kişiler, şundaqla bir-biriga qayil bulduğan kişiler, şundaqla bir-birininki hissiyatını düşündüğün kişiler birge ekran altındaki görmelerimizge hizmet kılsa, onundan çıkıdığan hasılat mı okşamaydı ki emas mı Mevlana? Toğra, bulup mu Gülşen, siz boğalıqınız üçün bu. Rahmet. Siz müşündaq hemimiz yaxşı gördüğün bulup mu mecaz karakterinizdeki tabiilik, hemi taraflarınızda hemimiz yaxşı görmüz qo'y. Rahmet. Siz boğaçqa aşındaq hemimiz azada, köngüllü, kuşal kuram, mındaq boğatıdı. Rahmet. Fatime'nin köynəgi, yaşlığın qini, yalğız kişilik olduruş. Oyey! Müşnaqşılarını bir-birləb eytip birimiz biz. Sensiz deydi, sensiz diye naqşa. Azraç, nemen dep qaptı, yaşlığın qinini. Şunu eytip birayım ki deyme. Müşadı, oltağın bizning tamaş bildirimiz arasında yeş çoğunlar bakıyan. Üzümüz müşü 40 yaşımızda üzümüzün yaşlığımızı hesap kaldık, üzümüz yaş durup. Şundayım bek kaldırma manaqşa yaşlığın qini degen biz üçün. Hem de texmi yaş vaxtlarımızdan hesapçı. Kiçik vaxtlarımızda ya. Hazır eytmesek bulamdı birden gap qılamsız. Meyli. Ama agar siz tayyorlik bitgan bo'lsa bala. Vallahi tayyor attek şu to'qilgan attek turdi vallahi. Gap ketmaydi-ku azmatlarga deydi ana. Rahmat sizlarga. Ko'ringlar do'stlar, inkas yozib turinglar. Biz mushtaq kelgan inkaslardan bizning o'zimizning naqshimiz aytayotganimizni sizlarni ko'rayotganliklarini bilib turdik ekanmiz. To'g'ri, voy hozir pekchiq tizimlik chiqib bo'ldi. Yuşurun köyük, muhabbet, yalğız kişilik olduruş, onundan keyin meyada oynan dedi balla, boytaq qaday. O pek, hemen naqşlarınızdan bildiken cümle. Siz anlap bakmagan naqşlar. Asasen ben anlayan naqşlar. Hemimiz yaqtırıp anlaydan naqşlar. Yaşlığın qini. Isil. Şundaq, isil. Pek isil. Tügep kaptı ömürlerimi, sokuluptu turmuşnun temi. Emdi öynem balının gemi, el soraydı şaşlıkın kını. El soraydı şaşlıkın kını. Kını emdi şu tel ve yaşlık, görünmeydi emdi ben hoşluk. Özümüz başlık, yaraşmaydı burun kışaşlık. Yaraşmaydı burun kışaşlık. Mana emdi vay ailemde, balılarının gemini layıp. Başka gelse, eğer külpetler, bir
bardaşlık bir dıgan bottuk bardaşlık Tecrübelik bu kaldık hemdi Yaxşı yaman hem fark ettik Düşenmeydik turmuş degenni Kaynımda bilik bop kettik Kaynımda bilik bop kettik Atana kadriga yettik Güdektikning yeniden kettik Esligende nadan çağlarını Bəzən texi həsrət mı çəkdik Bəzən texi həsrət mı çəkdik Günlər aylab yıllarını qoğlab 40 yaşqa kirib mi qapdıq Kəpsiz idik Ah şu çağlarda Həvəslərdən xilila qapdıq Həvəslərdən xilila qapdıq Bir çağlarda çoğun bolsaq deydik Çoğun boluşның ғemini yaydik İnsan degen əcəbkən əmdə Balılıqның qədriga yetdik Balılıqның qədriga yetdik Balılıqның qədriga yetdik İsil teksti bek isil Rahmat Ötkende mındaq yanratqı yox siz bəzi muzikalarını iniq anlayamadınız Bugün pek yaxşı anladım rast Müştaraq işte bu çö Mevlam turmuşni çönüz mu amdi Balılıqda düşenmegen bolsa hazır turmuşni xili düşünüp qaldım dep oylamsız Şu vaqtlarga nisbatan Şu vaqtlarga nisbatan düşündük. Jiq çoğ olduk. Hem davamlıq çoğ bolatımız. Yeni kemçiliklerimizni bayqavatımız. Yeni şunu tüzütüş üçün tirişvatımız. Aşda bulduk ya. Turmuş degan nima ekan sizningcha? Turmuş degan gapken. Turmuşdan o'tirib atlan degan gap. Tek qilamdi. Aşda bir gap bor. Mas'uliyatni derek berem degan deb qoldi ekanmiz. Gülşen siz bilasiz, bizning shu yeni xizmatga chiqqan yosh vaqtlarimiz sizmi shu qoroda, men shu qoroda 2004-yil shu vaqt qaraganda menimcha jiq o'zgardik deb o'ylayman. Albatta, cho'ng bo'ldik. Baya sizning naqshingizda aytilgandek güdəklikni taşıldık, kiçiklikni taşıldık, har qandaq ishning oldi keyinni o'ylashib qildigan bo'ldik. Mas'uliyatning nimaligini es qildik, majburiyatning nimaligini es qildik, ota-onaning qadrini texmo tushundik degandek mana Gülşen'dem kündü naq meydan naqşanlaydıkanda deydi. Kündü naq meydan naqşanlayman. Rahmat, nayit yaxşı boldi. Mevlan ustaz meni şagirdga ilana deydi. Anda bir 10 nan bilan bir 2 boqqan yogap kelsang 2 metr sarjini qo'shib telefon numarangizni qoldirib qo'ysangiz deydi. Buldu qoldirib qo'ysak bo'ladi. Mevlan siznikin demoqchi jumo. Gülşen arqılı qilishinglar. Men topsanglar topalaysizlar. Shunlashqa hamda har bir naqshning keyinda bir hikoya bo'ldi. Boya Hasanjon apandim degandek, Kujangoroyning qurg'uvchisi Hasanjon apandim degandek, har bir naqshchining aytayotgan naqsi bo'lib ijodiyatchining keyinda bir hikoya bo'ldi ekan deb. Masalan, shu yoshlig'ing qani degan naqshning keyindagi hikoyalar shu cho'ng bo'lish jarayonidagi shu kashmishlar shundoqmi? To'g'ri. Amda yaşlığın qanda hazırım özümüzni yaş çağlayımız. To'g'ri, Albatta sizim shundadi. Lekin amda ashundaq bag'ansir cho'ng bo'ldik ekamiz bayam degandek, uningdim yosh vaqtlarimizdagi ba'zi ashundaqcha deyilgandek-ku do'stlar. Ash tekstini ko'rsin-ku do'stlar. Hikoyasini so'rmay. Pek peyziye. Hikayesini sormay. Nisaxon kinosining asos naqshi
Patime'nin köynəgi. Diyalog qılınlar dostlar, diyalog qılınlar. Arasından çıxıb qaz aytib birimiz. To'g'ri. Ovoz bek tuvanlab qoldi deydi. Mal anglayotganlarning telefonning ishimiya, yanfonning ishimiya o'xshamaydigan, masalan, ya iPadda ya yanfonda ko'rayotgan bo'lsa, o'xshamay qoldimi? Sal bo'sh deydi. Normal bo'lsa, normal deb yozayotgan bo'lsanglar, biz bilaylik, hozir yaxshi bo'layotganni. Ovoz bek payzi deydi ana. Agar ovoz bo'sh bo'lib qolsa, ekran oldiga ko'rmalar qaytadan bir ichib sinab yiqinglar, qaytadan ochsanglar normal bo'lishi mumkin, ha? Shuna qilsak bo'ldi-ku. Unda qanday qilamiz masalan, agar ovoz bo'sh bo'lib qolsa? Menimcha bo'lsa, buni hamda avo texniklik tarafdan masalan, ilqi televizorga chiqariladigan bir iqtidorlar bor, hamda mening bilan bo'lmamni uqmayman. Agar bo'lsa, do'stlarimiz ash televizorga chiqirib ekranni etib ko'rsatib pek payzuldi juma, ammo biz bunu tatqanca payımızdan haduqı çıxıdı, sizlər işte görüb, həqiqətən yaxşı huzurlansınlar. Aş olab kösbək yaxşı, hazır bək yaxşı. Mana danlıq yaş sənətkarımız Mevlan Məmtiminğa çolpunumuzğa alaydı örmütüm ba, deydi, rəhmət, avaz şunda yaxşı. Umumyüzlük avaz tönənləb getdi, avaz yaxşı deydi. 90% dostlarımızdan ki, inkasın avazının yaxşılığını bildik, düşündük. Naqşlarning tizimlikimi keyni-keynidan chiqyapti. Mevlan Jon. Qaysi aytimiz? Tilmurat muhabbet mi? Hazır muhabbet mi? Bayamaş bir dostumuz yazıptı şu naqşını. Muhabbet biz şu naqşımızı çıqırıp da biraz sorunda mındaq ansambl bilan naq meydanda aytib bir baxmağa şu naqşımızı bir aytib birle Gülşen bir ansıma anlap baxam. Muhabbet Mevlanning inisinin ismi muhabbet. Muhabbet Məmtimin. Muhabbetni tunji qitim ko'rganda men chaqchaqib muhabbet nafrat qilay desam kulib ketganda shu ismga qoldi. Muhabbet Mubek yaxshi ijodiyatchi inimiz, qarindishimiz. Bek yaxshi deydi, rahmat. Opirin sizga Mevlanka. Rahmat do'stlar, rahmat. Televizorga ulab ko'ringlar, ulug'li bo'ladi ekan deydi. To'g'ri, ulug'li bo'ladi, ha? Bugungi inkaslar shunda jiq uning ustiga pek yaxshi. Mevlan o'tgan qitimliq faoliyatimizninki inkaslarida jiq texi. Undan boshqa ko'p hamda bizningki ko'rayotgan do'stlarimizning sonimi intayin jiq juma hozir. Boshlaylik hamsa, ma'qul boshladik. Boshlaymiz do'stlar, boshlaymiz. Televizorga ulab ko'z hissiyat boshqacha, to'g'ri? Shu. Qandaq ulaydi deydi. Mevlan. Televizor qandaq ulaydi deydi. Do'stlar bildi buni. Topin deb ixtar bor, buni yo'qmi yo men ver. Topin degan bormi meningda? Baken. Topin deganda telefon chiqayotgan narsani televizor ekraniga etib ko'radigan bir ish bor-ku. Ashundaq bir ish. mana 点上3个点儿，打开浏览器播放投屏电视就 OK deydi. Aynen, yaxshi bolalar bor. Rahmat ashu inkasni yozib qo'ygan do'stimizga, mana. Ifodalar bek yaxshi juma ekran oldiga ko'rmalaslardan bek suyundik. Haqiqatan mana mushtaq canlıq, şaş, coşqun keyfiyyatda oturup şundaqlamış inkaslarını qaldırsanlar, Mevlan deyik maya canlı sizler talep qılmıgan barşı naqşlarını sizler üçün soğuqat qılıdı. Onun üstüge hazırkı vakit naq meydan kördən vakit cumu Mevlan tamaklarını yapıp, çaylarını iş bulup, televizor ko'rgandek, chunki televizor ulab ko'radigan bo'ldik emasmi? Rasmiy san'at kechiligini ko'ryapti-da. Bugun kechroq boshlanig'ini menimcha xil muvofiq bo'ldi deb o'ylayman. Do'stlarimiz biz tamoqlarni yapib azod bo'lganda, bolalarimiz tayyor bo'ldi-ku deyman. Lao Jia shi nar de? Sal turib javob beraylik.
bağlaştır muhabbet dilini dağlaştır muhabbet esli insani kuyek udil paklaştır muhabbet yargı yetmektir muhabbet takdim etmektir muhabbet esli şu yolda aziz canım geçmektir muhabbet misli bir okyan muhabbet bu güya volkan muhabbet esli muhtaç değil girip yürekle oygatan muhabbet misli bir okyan muhabbet bu güya volkan muhabbet esli muhtaç değil garip yürekle oygatan muhabbet yargı yetmektir muhabbet takdim etmektir muhabbet esli şu yolda aziz caniden geçmektir muhabbet yargı yetmektir muhabbet takdim etmektir muhabbet esli şu yolda aziz caniden geçmek muhabbet misli bir okyan muhabbet güya volkan muhabbet esli muhtaç değil garip yürekle oygatan muhabbet misli bir okyan muhabbet güya volkan muhabbet esli muhtaç değil garip yürekle oygatan muhabbet göz ne bağlaştı muhabbet dilini dağlaştı muhabbet esli insani kuyek udide paklaştı rahmat Uyuu.
Naqşısınız kirib ketisiz işiga. Naqş etib bo'lgandan keyin chiqmaqingiz tasmi? Ha, aslında buldu bazda. Bulub Naqşını endi chuqum meningcha endi shunchalar adamni müzik chaqizib, begi japa taqizib aytgandan keyin chuqum kirib aytish kerak endi. Jurkimiz bilan aytishimiz kerak-da. To'g'ri. Agar jurki bilan aytolmay qolsa, ko'rmanlarimizga-mu, anglarmanlarimizga-mu yarmaydi. Shu, to'g'ri. Hozir ko'rmanlarimizning-mu, anglarmanlarimizning-mu saviyasi kundan-kunga oshib beryapti. Jurki bilan aytyapti, aqidasi bilan aytyapti, butun zehni bilan aytyapti. Buni bek bilalaydi-da. Mana isil yurakdan chiqqan sado deydi. Rahmat. His qilalaydi, hammasi mo'ngilib ketdi, boshlangandan keyin nim degan mo'ngluq deb bir mo'ngga kirib ketganda, ham chiqinglar mo'ngdan ekran olib ko'rmanlar, men mo'ngdan bir chiqib olishinglarni umid qilamiz. Hamda ijodiyat haqidagi so'zlarni ozroq qilib qo'ysak bo'lamdikan deb o'yladim. Hamda o'zingizga yilda mancha ijodiyat qilman deb vazifa beramiz, bermamsiz? Yo'q. Qattiqlar. Sizga o'xshashlar dem qarangman. Gulshan, biraz. İşligimiz kelsa ishlaymiz, ishligimiz kelsa ishlamaymiz. Hamda eng muhimi, masalan, men bunda o'ylayman. Pul tepishdikimi, mushu ishlashdikimi maqsadimiz rahat yashash shundaqmi? To'g'ri. Rahat yashash, yaxshi ko'radigan kishilar bilan yaxshi ko'radigan ishimizni qilishda, hamda o'zimizga bek besim qo'ysak, meningcha bundan natija chiqmaydi. Hamda o'zingizning ijodiyatingizga nisbatan shundaq, lekin boshqalar men mushu naqshini yoki mushu muzikani ishlab deb bu chaqda besim qanchada cho'qim vaqtida o'rindaymizda. Shunda oldiga qarang. Hamda amaliyotda mushu besimmi yaxshi narsa deb o'ylayman. Hamda men o'zimning ijodiyat ishimga kelsam hamda bu ijodiyat yaxshi ijodiyatni qilish bo'ladi. Shu odam o'zini ichini tingshashga bekroq tayindigan ish jo'yaligi. Shu jahonning g'avg'olari, anan keyindan shu tor dunyosidagi axlat uchurlar, ashularni qanchalik rad qilib, shulardan o'zingizni qanchalik qochirib, biralqi ro'y dunyorangizni qancha tinchlandira olgan vaqtda, pokizlagan vaqtimizda, ondan bir narsa chiqdi. Bo'lmasa, mana hozirgi mush ay mushkulida mushu do'yindaymiz, do'yim yaxshi narsa hamda. Nurg'un hamda biz atrofimiz qoplab ketgan uchur bekjiq. Ondan ana keyindan uning ustiga turmushning qancha-muncha besimlari, nimalar mo'jiq. Hamda bag'an sira shunday narsaga yaxshi taqobil turolmagan vaqtda, to'g'ri. Jimmada o'ltirib, tinchlanib o'ltirib ijodiyat qilish sal taska deb o'yladim. Masalan, eng uzun vaqt ijodiyat qilmagan vaqtingiz qanchalik? Uqmaydik, sanamabdi ekanman, lekin shu bir yil bo'lib qoldi mana men bir ijodiyatni yo'q, bir yil bo'lmabdi. Bir yil bo'lib qoldi jumla. Bir yil bo'lib qoldimi? Biz o'tganda do'stlarimiz bildi, Stay with me deb bir asar chiqarish ishimiz bilan shuning oldida sal besib o'ltirib bir necha ijodiyat qildik. Undan keyin shuning tayyorligini qilib, hamda bizning yodi bilan quvvatqashimiz hamda haqiqatan japosi bor ish. Shu o'tagan do'stlarimiz hammasi o'rtaq birga japo tatib turib qilamiz. Shu ishlarni bir hamda yaxshi ro'yobga chiqaramiz deb bizmi hamda xili japo tatib ham ishlab hamchimiz natijam ko'rildi, lekin besib o'ltirib ijodiyat qilmag'il bir yil bo'lib qoldi. Bugun shu obay degandek ijodiyat qilaman deb qilib bo'lmaydi-da, buning uchun ilhom ketish kerak hamda muzikaning ichiga kirish kerak-ku, o'zini solab turib, balqima ba'zi narsalarni o'zini ayirib turib qilish. Unda siz yilda bir haqiqatan bir ay bir sayohat chiqib ketsangiz bo'ladimi nima? Mush tilikingiz amalga oshsa bak yaxshi deb bo'libmiz bizning uydagilarmi gapni anglab amma yaman. Ya Sodiya ay chuqur qo'llaydi, 100% qo'llaydi, Uni qo'llaydi albatta. Ras qo'llaydi. Hammaga taqishayotganda men hozircha sal bo'layotgandim. To'g'ri, hamda mushu xizmatni damdiq, hamda mushu turmushdagi nurg'un besimlarni tashlab, bir yag berib, mushu o'zimiz yaxshi ko'radigan bir joyga berib, sayohat qilgash, damag'ash, tinch muhitda ijodiyatlar chiqdi-da. Bir yil dam olib ketsangiz, bu chaqda ijodiyat degan dahshat chiqib ketadi ekanda. Balkim lekin bo'ldi, bir yilda bir oy dam olsangiz bo'ladi, shu bir oyning natijasini ko'raylik. Undan boshqa hikoyalarmi bek ta'sir qilish mumkin. O'zingizning hikoyasi, o'pchiringizga, do'stlaringizning, qarindoshlaringizning hikoyalarimi bir ijodiyatningki manbasi bo'ldi-da. Umi bo'lib qolamdi.
Bu elbette ta'sir qildi. Endi shundoq endi men ijodiyat qilganda mening ishim mandaroqchi, men debray endi Depluyta ha. Müş çemberekte uçurap qalğan şeirlerimde oquymaylıqçı. Ha. Ondan sal bekrak yarğalarını saqlap mıngımaymançı. Şovsan qılıp. Aşta qılma. Ondan ançımız toplanıp qaldı. Muqim bir adamның emasda halqı. Birden 12, birden 12 yaşında bir özem yarğan, özemge şu hiç kimge oxşamaydigan bir ölçümüm ba, onu özemi dep beremeydigan ço, bir şeirini yaqtırıp yaqtırmaslık ço. Şu ölçümümge düşkünni saqlap mağma, ana keyindan ba'zimda qalaqa bir sal yalğuz qilib to'xtab tura degan vaqtimda bir ilham tutay degan vaqtda elqi xatir deptani telefondan içip o'qib baqaman ço, o'qib ana keyindan ba'zi tekstlar haqiqatan adamning yuragini vijil qilib qoldi, ana keyindan şununğa tayinib turib qilmayamdi ba'zi qilib. Shundaroq mening ishim. Bu ijodiyatni bir o'ylasa, shundaq bir xilqi konkret bir narsadek his qilib bo'ldi. Yana bir o'ylasa bir abstraktlam shundaq hamda bu yo'q narsani baqilishda. Masalan, yo'q bir melodiyani paydo qilish. O'sha deb o'ylasak bo'lam deb bak. Men cho'qram. Men o'sha she'rga etqizmayman naqshincho. Şirinda ko'rib turib ete deb cho'lqim she'rga Aşo nima aytadiganimda tingshayim ichimda bir yerlarimda cho. Bir narsa aytadi ba'zilari raslam. Ash she'rdan bu she'rmi cho? Men shunday o'ylayman, bu yomon muzikaga yaqin, shu adabiyotning muzikaga yotadigan bir turmiki deb o'ylayman. Ondan ash ba'zi she'rlar ras sizga shu o'zi naqsh bo'lib aytilib turadigan chiqib qoldi cho'qram. Bizga chiqmaydi da, shunlash biz ijodiyat qilolmaymiz da. Shuning uchun sizdan mushtaq qaltis ijodiyatlar keyin-keyindan chiqadi. Bumi bir tug'ma talant, qobiliyat desak bo'lamdikin deb o'ylayman. Umi ba, shundaq-ku? Endi balki o tarafim bada, lekin endi shuning jiqroq g'amini yeb shu to'g'rida jiqroq izdansa meningcha endi ba'zi yüzümüzden kichik insanlarımız endi men tug'ma talant bormidi yo'qmi deb o'ylab qolmasin. Shuningda to'xtamay izdansa chiqidi, lekin men shuning ishinaman. Shunda qilqi üzdeki qizg'inlikni yo'qitib qo'yma, shu qizg'inlikni keyindan mansa cho'qim natija chiqadi bo'ldi deb o'ylayman. Har qanday ishda. Undan boshqa siz bir ta'laylik ijodiyatchi deb o'ylayman. Nimishqa deganda siz ishlagan lam naqsha, etqonlik naqsha asosan moda naqshiga aylandi. Unutulmaz kuyga aylanadi rostku? Rosa Shu birisi yolg'iz kichik o'tirish shunda bo'lgan bo'lishi mumkin. Qolganlar unchalar emas-ku deyman. Nimda payada ismlarini izib chiqara oldi ekrandagi ko'rmanlar. Shu isida qolganlik uchun nurg'un naqshlar keyin-keyindan chiqyotdi, lekin ekrandagi ko'rmanlarga endi qisman naqshlari esingizda bormi desak balkim yo'q deyish mumkin. Bunda shu Gulshan, endi haliqi moda naqsha deyilsa, bu moda naqshining endi mening shuning bo'lgan tushuncham sal boshqacharoqchu. O moda naqshining o'ziga xos alohidligi, o'ziga xos nimasi borchu. Endi mening naqshlarim endi moda bo'lib hamma odamning og'ziga chiqib unda bo'lib ketgan bo'lishini atayin ham men unda bo'lib ketishni bak arzu qilib ketmayman. Yilqichu faqat men bilan ma'liqi shu o'rtaq bir men aytgan naqsha shu balkim o'zimga ta'sir qilgan tarafi shu men bilan o'rtaq bir insonlarga ta'sir qilish mumkin shu. Ba'zi naqshlar ishlar bo'ldi-chu, ba'zi naqshlar haqiqatan moda naqsh bo'ldi. Hamma odamning og'ziga chiqalaydi. Ularmi yaxshi naqshlar, lekin hamma odamning og'ziga chiqqanmisimi? Bir qism odamlar bak yoqtirib anglaydigan naqshlarmi, umi bak nachar naqshlar emas-chu. To'g'ri. Ashta o'ylayman men-chu. Tushunishiga bog'liqda. To'g'ri. Sizning xiyolingizga moda naqsh bilan bizning xiyolimizga moda naqsha. Ashta o'ylasak bo'ldi-ku. Çoxum hamda men o'ylaganimni Mavlonmi mushta o'ylasin desam bo'lmaydi-da. Shunlashqa siz Mavlon, shunlashqa men Gulshan. To'g'ri, Gulshan. Unda siz endi aytadigan naqshimiz bo'lsa, u bir muncha naqshlarni tizib berib to'qirama bir ko'riminimiz Uyg'ur qizim ketdi Gulsaydihan bo'ytaqaday bag'irqan sensiz diqqan ko'ngli yolg'iz kishi o'ltirish tar ko'cha maylimi qizim qandaq hammani yizibdi mana. To'xtang, o'qinga ama naqtizimlikini bir biznikilar o'xshamda o'xshamamda anglab baqila. O'tib ketdi-ku.
Uyghur kızı, kızım ketti, Gülseydihan, boytaq qaday, bağırqan, sensiz, diqqan köngli, yalğız kişilik olturuş, tarkoca, meylimu kızım. Xili tuluq yazıptı. Tuluq yazıptı, lekin şu amanda bir iş var bu yerde. Ben azraq tushuntirib qo'yay. Ma'qul. Mavo mening Mevla mentimdagi adashning naqshlariga chu bu. Biz hozir masani chiqqanimiz Mevlana ansambl-chu. Bizning bu ansamblimizning o'ziga xos mavo men shaxsdan boshqa ham shu vangyo'nlarda ham sizda jonxorimiz bor ham shu o'zimiz birga tirishib chiqqan naqshlarimiz bor. Shularni anglaganlar bir diyanlik qilib qo'yinglar biz. Gusma? Güs dedim o. Güsen güs. Güs deptim ben o. Ana. Güsen güsne etpedeydi diyenlerimi çıkken bana Abdüsalam, Perizat. Onunki nurgulgan dostlarımız. Güsen güsne etpesiniz deydi ha. Hazır tayarlıqınla qaysı naqshdi? Mevlan? Hazır tayarlıq qaysı naqshdi? Hazır tayarlıq şu Gülşen. Hazır çaldığan, aytılgan naqshimiz o'tkensiz usul o'ynab bermagan naqsha. Bugün men o'ynab bermaydi ekan menda. Bugün men yong'ratqudan chiqib o'tganda siz o muzikalarni huzurlanmagan-chu, siz his qilmagan bu narsalarni. Bugün his qilyapsiz. Ammo o'ltagan cho'nglar ma qizbalaga bir qag'ini o'zinglar bilasizlar. Juma men naqshni bir aytib baqilay agar. Ya men rost Mevlan yaxshi o'ynamayman, usul yaxshi o'ynagan bo'lsa men cho'qim o'ynab berman. Biz sizni yaxshi o'ynang demedik, o'ynang dedik. Men yaxshi huzurlanib beray. Bulamdi? Endi mush naqshni qanday huzurlandigini, naqshni anglaganda siz bilasiz. Uni o'zi men yolg'iz o'ynaydi ekan men usulni. Anglab huzurlangan naqsh emas, yolg'iz o'ynash nima bo'pti? Yolg'iz kishilik usul degan naqshingizga o'ynab berman bu da. Yolg'iz kishilik usul degan naqshi ijodiyat chiqqan chog'da men shuni o'ynab beray. Men yolg'iz o'ynasam menga qanday o'ynashni bilmay qoldi ekanman. Jup o'ynasak o'ynay olmaydi ekanman. Hech bo'lmasa, amisi bir talab mushada o'tirib qo'lingizga turib tursiz. Uningga bo'ldi. Çataq yo'q, çataq yo'q. Igiz pashna qayoqqa kelyapti-ki, qiynamaylar bo'ldi. Shu oxir bil oldingiz ha. Bir ko'rib deydi. Bir ko'ribni aytib bo'ldik, balla. Birinchi qatim aytgan naqshimiz shu, o naqshning ismini Gulshan o'qimaydi amaliyotda. Maqtab oltag'amlar. Meni chandurmay. Bek saqlab ketdik deydi. Mana tayyorlik bitdi balla. Şu usulga Gülşen'de deydi. Buldu ben bu şu ordumda oturuplam. Dostlar, şu Gülşen'denlarga inkasını şu yağdırıyotanlar, bana akşam usul oynab beramiz. Kızı oturdu ha deydi. Sizlerge yarıgan bolsa, rahmet. Tursun adaş, alik dapının mikrofonu. Ben sizden barlıq naqşlarınızı pek yaqtırıp anlayman. Ha deydi. Saqlab ketdik. Ma'qul do'stlar, saqlab ketgan bo'lsanglar, misol hozir aytib bergan naqshimiz tushun usulga, ha? Qaysi naqsha? Yarim tushun usulga. Tushun usulga. Kantorum oldurub almay, sahneге düşün köp nazlanmay, yanı durun akığı yanmay, düşün usulga. Vay tatınmay, köp oylanmay, çok kuylanın aldıda çanmay, nakşimiznin teyzigi kanmay, düşün usulga. Oldurub almam ornunuzu esnep, rasa oyunun sekrep desem, bullacıcım, her yan kıcım, gayet uqtab gülüp bakıp Oy Gülşen şu usulga Oldurub almam ornunuzda esnep Rasa oyunu sekrep desem Bullacıcım her yan kıcıp Gayet uqtab gülüp bakıp Oy şu usulga
Örvet baştaki gemle Unutup birden kaygı elemle Ganimet bilip müşü demle Düşün usulga Taştan bir dem telefon digene Oynap terge cümdürün bedenini Usul degen sakınlar demle Düşün usulga Oldurub alman ornunuzda esnep Rasa oyna sekrep Desep oynama Bana dıcıp Her yan kıcıp Gayet uğtap gülüp bıkıp Düşün usulga mana Yaxşı görsene Oldurub alman ornunuzda esnep Rasa oyna sekrep Desep Ulla cıcıp Her yan kıcıp Gayet uğtap gülüp bıkıp Oy mana oy men ver Düşün usulga Sawinan sakrab desem Ulla cıcıp Her yan kıcıp Gayet uğtap gülüp bıkıp Mana huy mana huy mana huy Düşün usulga Oturup alman ornunuzda esnep Sawinan sakrab desem Ulla cıcıp Her yan kıcıp Gayet uğtap gülüp bıkıp Anca munca kış niyeti Düşün usulga Oturup alman ornunuzda esnem Rasa oynan sekrep desem Ulla cıcıp Her yan kıcıp Gayet uğtap gülüp bıkıp Düşün usulga Oturup alman ornunuzda esnem Rasa oynan sekrep desem Ulla cıcıp Her yan kıcıp Gayet uğtap gülüp bıkıp Anca munca ey Gülşen Düşün usulga Vaqırğanğa düşdük oynamadınız. Ay xil oyundum hazır mening. Mau inka saqirsam ko'rmanlar meni shunda to'g'ri tushunibdi. Gulshan qiz usul o'ynasangiz bo'lmaydigan naqshga mau dahshat sho'x deydi. Mening iliq mas saviyamning bundaq sho'x iliq usulliq naqshiga tushmaydiganligini bildi-da. Nay. Naqsh tugab qoldi-ku deydi. Yana keyni bağa o'xshaydi deb o'ylab qopdim men naqshini. Mau usulga tushing deganchi. Ha, usulga tushib ekanmi? Isil. Sho'x deydi, ha. Ben şu yolğuz usul oynayamaydigan ekran olib ko'rmanlar. Har qayta mush bevos tarqitishda shunda o'ynag'im kelibdi, lekin yaxshi o'ynayamay qolamdi men keyin. Shuhratni tartibli o'ynasangiz-chi. Shuhrat bekamidi? Bekam emasdi. Shuhrat bekam bo'lgan bo'lsa-ku men tatati deb o'yladim. Lekin yaxshi o'ynayamay qolsam ekran olib ko'rmanlarimizni umidsizlantirib qo'ymay deb o'yladim. Uningdan boshqalarga bak harakatlantirib versam-chi bir xil Cippiga davrlab ketgan nimda qildim riyosatchi deb qolamdikin debchi. Salqi tabirak bo'lsam bo'ldi deb ish qilib. Ha, bo'pti, rahmat sizga hech bo'lmasa hech qisi yo'q, ha? Rahmat sizga. Hech qisi yo'q. Abi qulingiz bo'lsin, bir tepadingizga deyman. Tepadingizdan taxi. O'yinga sunlatdan yo'q, g'alva suralari ajib bo'lib ketdi. Bak, yaxshi naqshga rahmat. Isil voy shundaq isil deydi. Isil. Yaxshi ko'rgan bo'lsanglar mana mushtaq inkaslaringlarni qoldirib qo'yinglar. Biz xo'sh bo'lyapmiz. Hozir bizning bevosita tarqitishimizni, ya'ni bugungi Kujang Goroyi bevosita tarqitish supimiz orqali tarqitilayotgan faoliyatimizni ko'rayotgan do'stlarimizning sani intayin jiq, ya'ni bu programmani bek yaxshi ko'raman, chehrangizdan menga kulib ketmasin deydi, buldi. Amdi Gulsaydaxon yolg'iz kishilik o'ltirish qatorliq naqshlarning tizimligiga tushibdi. Bek yaxshi naqsh ekan deydi. Havlu dedingiz-ku.
Dostlarımızga aytib beramiz degan naqshlarning hammani. Aytib beramiz. Bugunmi yaxshi balalar bilan tayyorlab kelgan hamda. Çok yaxshi. Gülşen aşı siz emisi başlasak bulur mu desеңizlar biz. Bulur. Qaysi naqshini? Demay turamdiq ya, ismini. Demsek mi bilib bo'ldi Bilib bo'ldi. Siz mi bilib bo'ldingiz yaxshi? Yolg'iz kishi o'tirish. Bildimmi? Ha. Ay. O'sha duturumda sal shovqin paydo bo'lib qolibdi. Shunga do'stlarimiz xafa bo'lmay to'g'ri tushansanglar. Shu baya inkastima shu tutlarda gaj ovoz bor deb shunda qoldiribdi-ki, men texi Bunun alqı mav sabini tepib ulgamidik. Buguncha to'g'ri tushansanglar endi. Biz keyingi qitimga bu o'ngshab, shu suzuk payji qilgan qilib qilamdi. Bugun hozir bu tutdadagi masalmi yoki topolmadik masalan. Tutdadagi masala qildi. Ashta topolmaydigan ishlar bormi? Topolmay qoldigan ishlar bor ekanda. Ha. Bir mo'nglinam Ümit aytamdiq uka. Üçümüz yetayli hamsa. Ben etmay buzib yetishimdan ansirayman. Yok piyale olsa yeter. Men onu kadehde xiyal qilsam bas. Serdişim şu demde g'erib tutamdu. Sazimni çalman ihtiyat bilen teripler ya alkış hiç hacet emez. Mal dünya şan şöhretke kul bulma könglüm. Hayatın unsuli ununda emas. Sazmana canandur meydur keyip dur. Yalğız koy hey insan mendin yirak dur. Hem esrar dert alem ya ki muhtaçlık aşıklık şoir ya ki bıraktım. İnsanğa emas. Men bilen sirdosh qil dilkash tutarım. Unutup gidermen dünyani tamam. Yalğızmı önüde yoktur azar. Men sizga mehmanman, u manga mehman. Teripler
Ya alkış hiç hacet emez. Mal dünya şan şöhret kul bulmak ömrüm. Hayatın oңsudu onun da emez. Saz bana canandır, meydur keyiptur. Yalğız koy hey insan, mendin yiraktır. Gam esrar dertler yaki muhtaçlık. Aşıklık şu yürür yaki pıraktır. Saz bana canandır, meydur keyiptur. Yalğız koy hey insan, mendin yiraktır. Gam esrar dert alem yaki muhtaçlık. Aşıklık şoir yaki pıraktır. Aşıklık şoir yaki pıraktır. Isil ey, isil. Ben mi kırıp kettim o manakşının içine, Mevlan çıkmasam bulat deyim manakşıdın. Yalğız kişilik oturuş namlıq bu nakşa sizningçe, sizning ijodiyatlerinizning içindeki moda nakşı kiremdi? Kirmemdiki. Kirmeydi. Lekin hemimiz yete alayımızda. Hemimiz yaxşı görünüz. Onda kırdık oxşaydı. Belki milki Mevlan muşu nakşçının ijodiyatçısı buluş süpütü bilen, orunluğucusu buluş süpütü bilen özü kirdi dese tazı muvafiq olmaslık mümkün. Şundak mı hem de özümüzden asırımızda özümüz maqtab kelsek yaxşımayı dap oyuldunuz mu? Yo'q, men bu nakşını maqtsam bulducu. Bu nakşını men bir yaxşı sanat eseri deb o'ylayman. Bu moda nakşı degandimi yuqori turadigan baho. Endi men ashunda o'ylayman buni. To'g'ri, ha. Gulshan. Endi mod amaliyotchi. Men de moda nakşını pek yuqori baho bervatdim deb o'ylayotganman. Chunki hamma yuqori tuvanlik yo'q, qarang. Masalan, ba'zi nakşlar, masalan, bizning masalan ba'zi yerlik xalq nakşlarimiz muqamlarni misol qilsak, ular bek moda bo'lib ketmaydi, lekin uzundan uzunga aytildi-ku. Endi ba'zi nakşlar bor, bu ikkisining xoslığı ya yuqori ya tuvanligi emas. Buni so'zlasak ham san'at nazariyasiga ketib qolamiz. To'g'ri, san'at nazariyasiga ketib qolamiz. Endi hisobda jamiyatda moda naqshi bo'lish kerak. Undaq ancha-muncha san'at asrimi bo'lish kerak deb o'ylayman-ku. Endi o'zimnikini maqtaganga hisob bo'lib qoldi, lekin men agar maqtab do'stlar shunga narozi bo'lib qolsa, men rozi, lekin men bunday maqtamoqchi. Demak, bo'g'ini Mavlaning san'at darajasiga ko'tarilgan bir moda naqsha desak bo'lamdi. Mayli, deyli Gulshan, deyli. Hech kimimiz urushib ketmayli endi. Moda naqshi deymiz bo'ldi. Qaysi moda naqshi demaydigan bo'lsa. Endi siz bir kasb egisi bo'lish sifatingiz bilan baho berishingiz mumkin. Men bir endi anglarman. Men shu bir ko'rarman nuqtasidan turib, o'zimning bilishimchidan baho bermanda, chunki men endi naqshiga nisbatan, ijodiyatga nisbatan bildig'inim jiq emas. Shunlashqa menimi bir odatga ko'rmanim deb o'ylasangiz bo'ldi, anglarmanim deb o'ylasangiz bo'ldi. Shunlashqa men moda naqsh dedim bo'ldi. Siz san'at kasb egalari bilan ayirib qanday davosanlar dabilanglar. Shundoq qo'y ekran oldiga ko'rmanlar. Sizlar bek yoqtirdinglar ha. Inkasli moda naqsha deb yezinglar.
maqtug'uchiligi ba naqsha haqiqatan isil deydi ana. Rahmat do'stlar, rahmat do'stlar. Haqiqatan minglar men o'xshash minglandinglar. Chunki hammamizning mana mushta naqshni anglaydigan bir yuragimiz borki deb o'ylayman, bir qalbimiz bor. Onun üstüge naqshi o'zininki egisini topsa, bishini egidu deb. Andınca yürekten chiqqan naqsha yurak yoqdi deb. Shunlashqa bizni ta'sirlantirdi da bu naqsha. Ajab huzurlandim chiqib ekranidagi ko'rmanlar ko'jangoroy o'rinlashtirgan mana mushta bevos tarqitishda men uchun bir baxtga, bir ta'layga deb o'ylayman. Chunki naq maydon turib naqshi anglash u boshqacha bir huzurda bo'libmi Mevlana'nın yenide oturup. Şunu da bu yaxşı iştiras. Bu nefmeyden çağın, bilap mı nefmeyden çağın nesini çok qaraqmış. Yende oturup alsanız acayip peyzi, raslam. Şu. Hem de mesela nefmeyden bağlanırken bazı tekste ezip gittiği avazlarda ançumunçı xiyqıraq degендek nəsə çıxıb gidiyordu. Benim dostlarımız keçiriyordu. Şu mu ançumunçı yarış çıkıyor mu? Şimdi nefmeydanda çelip eğitip qıqa işin. Şunda mı Gülşen? Oğra, şunlaşqı. Yaxturumuzda İsley jigit. Harmağaysız deydi. Hem de Zorxan, Bipayan. Ayta naqshimiz bor Gülşen. Ya men Bipamu yok mu deb qarmadim. Bipayan. Ya siz o qarışımni xato tushunib qaldingiz. Bipayan. Ondan başqa Zorxan. Bu naqsha Mevlana'ni xalqimizga yana bir qitim tunutdi deb o'ylayman debdi. Rahmat do'stimizga. Qizim ketdi. Naqshini rap qilsa qo'yib ketdik. Biz kelar qitimda cho'qim biz naqshini bir aytib berdik. Qizim ketdi, nima? U naqsha yaxshi naqsha u. O'nbek isla. Siz anglab baxmagan ekanda. Bili sekinden çöpüştünüz ayrı bir değişip kalmaylı ya. Eşdim bo'lmaydi. Ay ben anlagan neymiş ki beni anlamadığını çıkarıyorsunuz Mevlan. Beni anlamaydı da böyleydiken sizde. Tova. Naqshning sirrini ko'rib, hayron qolib qarabchi. Men seni ko'rganda biz bek o'xshaymiz. Mushta naqsh bormi? Ma naqshi quras bormi? Biz bek o'xshaymiz degan naqsha. Siz naqshchi. Bu bormi rasman? Siz naqshchi Gulchan. Bu o'xshmamda hamsa biz bek o'xshaymiz degan naqsh ras bormi? Yo'q, siz deb bu yo'q endi. Undan naqshi yo'q, ha. Biz bek o'xshaymiz deganinglar nimasi? Ha? Çırınayısının pəxirlik oğlanı isiley, bayamış sual çıxan Lavca deb. Çırınayısının pəxirlik oğlanı. Rahmat. Mevlan. Bilen dost degan naqshini deydi. Yipek yolu sadasida chiqadigan qisqig'ini bir naqshi batdigu deydi. U naqshimiz uchun chiqmoqchi do'stlar. Shu azroq uchurni birla, shu oz qoldi, yomon bek deb ketdinglar. Shu naqshimiz chiqdi. Haqiqatan e'lon rasmiy e'lon qilingan naqsha, lekin oldimizda chiqdi. Gülseydaxon. Gülşen'de bir qul usul devi. Men bu da şu Gülşen'denlarni usul oynab bet dinanglar balla. Men bu da maxsus bir usul tayyorlab kelman. Raslam. Ki biroz bilan tang o'ynay. Usul degan tayyorlash ketmaydi Gülşen. Gülseydaxon boytaq qaday. Zo'rxon degan naqshni aytib bering bulamdu deydi. Qana qilamiz? Gülsen Güz boytaq qaday. Xotin xalq naqshi. Do'stlar, ekran oldik ha. Ketsun degan naqshimizni anglab baqqanlar, inkas qoldirib baqqanlar bir ko'rib baqqanlar. Ketsun degan naqshini anglagan ekran olibga ko'rmanlar, inkas qoldiringlar. Mevlan Mamtimin o'rinlagan. Yo'q, Mevlana ansambli o'rinlagan. Mevlana ansambli. Mevlana ansambli o'rinlagan Ketsun degan naqshni anglagan ko'rmanlar. İnkas qoldiringlar. Shu usulga degan abay o'rinlab bo'ldi ey. Hazır mı? Kessun. Anlagan deptu. Halking deptu. Ben anlap bakan bek yaxtırman. Eytip beqin desem ben ekranlıqqa görürmen. Anlagan. Yes. Ordumuzdan turib aytadigan gap ma bu ne? Ma naqshini o'ltirib aytib qolmaydi qarang. Yomon sal sho'x naqsha bu. O tingo. Anlap baxmab ekanmiz deydi. Anlap baqayli, to'g'ri. Men anglagan. Men bir yaqin ko'rinish bermisanglarmi? Men hargiz ranjib qolmayman sizlardan operatorlar. Gülcen medrang.
Yetti tilekki belkim yediler Ben üçün yiraktın Gemlerini yermiş Geçen mi sen bilen kalbim dep dolar Hey şamanlar yarımga eğitip koyunlar Gözümde xencerde diri koyunlar Gelsin yiraklarga Hemim yemizun Varımını yokumunu harap kılınlar Kesin dünyanın başka çiğdige Gülmeymen digarının kılgan gibige Hey! Ateşte yenip durur ben Ateşte göğsünde kılıp durur ben Uzut koyar deptim o Gözüsü saklaman durar deptim o Ay ötüp, yıl ötüp Undup hem beni Gözette yaşları kurar deptim o Hey şamanlar yarımga eğitip koyunlar Gözümünü xencerde terik uyumlar Kepsini yiraklarga Hemim yemizun Varımını yokumunu harap kılınlar Kesin dünyanın başka çiğdige Ölmeymen digarının kılgan gibige Ateşte yenip durur ben Ateşte göğsünde kılıp durur ben Kesin dünyanın başka çiğdige Ölmeymen digarının kılgan gibige Ateşte yenip durur ben Ateşte göğsünde kılıp durur ben Şamanlar yarımga eğitip koyunlar Köksümünü xencerde terik uyumlar Kepsun yiraklarga Hemim yemizun Varımını yokumunu harap kılınlar Kesin dünyanın başka çiğdige Gülmeymen digarının kılgan gibige Ateşte yenip durur ben Ateşte göğsünde kılıp durur ben Ateşlerin başka çiğdige Ölmeymen digarının kılgan gibige Ateşte yenip durur ben Ateşte göğsünde kılıp durur ben Rahmet dostlar, rahmet ballar. Pichet ha? Özüm bek huzurlandım. Bizning shu naq maydonda tomoshabinlarimiz bor, ekrandagi ko'rmanlar. Naq maydondagi tomoshabinlarimizning bas bek yaxshi o'tadi bo'lib, o'zlari bek rozi bo'lgan naqshlarga chavak chavotida. Texiya mush chavakning o'zidan mendan xizmatimizningki xili olqishga erishayotganligidan derak berdi. Mevlan. Bo'lib mamdi ekrandagi ko'rmanlarimiz Mevlanning o'rinlagan naqshlarini shunaqla Mevlana ansamblning o'rinlagan naqshlarining hammasini degidek biladi. Uningdan keyin eng muhimi yoqtirib anglaydi. Chunki hamda shu asarlarni, naqshlarini yoqtirib anglashning o'zi meningcha bir naqshchi uchun, ijodiyatchi uchun eng zo'r xushallik, eng zo'r boylik deb o'ylayman. Uningdan boshqa yana bir maxfiyatlik Mevlana mushu kasbdoshlar pek cho'ng biladi. Ya'ni mushu sohadagi müzik sahasidagi
naqsh o'rinlash sohasidagi, san'at sohasidagi do'stlarimiz, qarindoshlarimiz pek e'tirof qiladi. Odatimizda paranglashgan vaqtimizda Mavlon yo'q yaladi. Ve u degan dashi jumbo deb boshlab ketdi Mavlon rost. Shunaqa? Rost, rost o'zingiz anglab baxmadingizmi texi? Ya, endi oshkorlab etdim men bugun. Çünkü endi xalqning, har millat qarindoshlarımızning yoqtirishiga erishish umumiy bir xo'shallik. Albatta, meningcha kasbdoshlarning e'tirof qilishiga erishishmi u bek cho'ng bir natijada. Shundaqmi? Endi kasbni tushunda emasmi? To'g'ri, rahmat. Endi ba'zi naq maydonda unda deganni endi anlab ketmadik. Endi ba'zi naqshlarimizning inkaslarida shundaq inkaslarni ko'rdik. Endi bir tarafdan qo'shildik. Qilgan emgekimizning e'tirof qilgandan nayt faxrlanib bir japayimizning haduqqa chiqqandek bo'ldik-yu, lekin endi u xili salmoqva gap, uning tirishimiz shu yo'lga qarata biz o'zimizni endi unda dashi deb o'ylamaymiz, lekin bu muzikaga nisbatan bir astoydil samimiy pozitsiya tutib, bir texmi yuqori pallaga chiqish uchun haqiqiy tirishayotquchi deb o'ylay olamiz o'zimizni-chu. To'g'ri. Lekin ham kasbdoshlar ashtaq nom berdik-a. Men davomidim buni. Rost bergan nom. Rahmat aytma kasbdoshlarning bergan yuqori bahosini. Tashi deganni ham nimdab tarjima qilsak bo'lar? Mavlon pri desak bo'lamda. Tashi degan elchi, bosh elchimi Dilmurod. U tashi emas, tashi shu pri mushu sahadagi eng yaxshisi deb o choq-choq qilib qo'shib ketib o'zi uchun choq-choq oldim deb. Shunlashqa hamda kasbdoshlarning bergan mushu nomga loyiq texim tirishimiz demakchi-ku shunday. Oson emas ham deb Gulsaydaxon degan naqshimi bekchiq talablarning orasida bor ekan. Mavlon yaşang deydi. Rahmat. Rahmat. Mening yaqin ko'rinishimni bekmi yaxshi ko'rding? Qara. Mayli, men shunda yaqin ko'rinish berishni yaxshi ko'rdim. Men mushta cho'ngroq asa deb o'ylayman. Cho'ngroq asa maviliqi yuzimizga go'sh-po'shlar sal yushirilib qoladi emasmi? degan siri bo'pti. Yaqin ko'rinishim texim chiroyli o'xshaydi deb o'zimga tasalli beray. Unda bo'lsa, qana qilamiz? Aslida burun siz jeq gap qilib, anda biz naqsh aytdik, ha? Gulshan. Bugun unda qilmadik ya, birdamda qarang, 6 naqsh aytib qarang. Oshdaqmi? Ha. 6 bo'lib ketdimi? Unda bugun yana jeq gap qilamdik, yana naqsh bor-ku? Ha, bor. Ha. Mishagi tiqib qo'ygan bir naqsh bor. Ay, ijodiyatlaringizni sanab baxtingizmi hozirgacha ishlagan ijodiyatlaringizni o'zingizning bo'lib, boshqalarning bo'lib degandek-chu? Ya, sanasammo shu 10 barmoqim tushib to'xtab qoldi. Mening ijodiyatim unchalar jiqmi emas, Gulshan. O'shdami? Men bir bramangni davitamdikin deb o'ylab ekanman. Yo'q. Yo'q deganda necha yuzni? Yo'q, unda jiq emas. Unda jiq emas. San muhim emas. Eng muhimi sifatda. Hesabda biz shu o'zimizning muzika chavotgan do'stlarimiz bilan ijodiyat sanash yoki boshqa taraflarga qaraganda biz shu muzikaga bekroq o'zimizning muzikaning o'ziga o'zimizni bekroq birli shu to'g'rida jiqroq izdinli oldi bilan o'zimiz texim yaxshi ko'radigan andan anglag'chilarmi bir shu ta'sirlanadigan bir narsa qildi deb quvvatimiz meningcha hamda bizning mana shundoq hamda bir shunda tirishsak bizga shundoq yaxshi nomlarni bergan do'stlarimizga texim yuz kelgidek bo'lamiz bir kunlarda deb o'ylaymiz hamda. Tuyuqsiz shu orzuyingiz nemidu degan savol yomon gap qildi ekansiz Gulshan. Abay gap qilmadingiz deysiz. Endi gap qilsam gap qildi ekansiz deysiz. Men qaysini qilay zodi? Orzuyingiz. Orzuyimmi? To'g'ri. Ayzon to'g'ri gap qildi ayni. Rost to'g'ri gap qildi. Ayzon nimda deyman anglayolmay qoldim. Mening orzuyim ne? Nimda? Mening orzuyimmi shu deb, mening orzuyim go'sangosini aytishdi-ku. Orzuyingiz go'sangosini aytishdan boshqa cho'ng orzuyingiz-chu. Najab dedim ama cho'ng. Mening orzuyim hisobda ata-onam cho'nglar sog' salomat bo'lsa,
Özüm şu uyumdakiler ben hatırlayacağım yaşap işlerimni yaxshi qilsam. Aniki qolgan narsalar tabiiylik kilduqidel parat deydi-ku haliqi sahnada. Vallahi. Haliqi o 没有梦想 deydi. Haliqi 踏踏实实的做自己的事，梦想自然就来了。Asta deydi-ku. Aşım yaxshi gapchi meningcha. Haliqi endi arzu degan buldu lekin biz endi arzumuzni ko'nglimizga qo'yib ishlarimizni yaxshi bir turmushlarimiz xotirjam bo'lsa hamma jihatdan. Ana keyindan ishlarimizni xotirjam yaxshi qila olsak, biz hatto biz o'ylamagan ba'zi narsalarga yetib qolishimiz mumkin deb o'ylayman-da. Shu demisimi, men hozir o'zimni orzuyimni faqat o'ylab topolmadim. Her bir kunning shu sog' salomat, xotirjam, biz yaxshi ko'radigan kishilar omon eson bo'lsa, shunda shular bilan o'ssak ham shu orzu o'xshaydi, ha. Ondan shundaq o'zimiz umumimiz yo'q Gulshan. Shundaq o'zimiz yaxshi ko'rgan ishdan bundaq mana qancha-muncha iqtisod bo'lsa-da, bu bir ko'ngillik yaxshi ishmi? O'zi ko'rgan yaxshi ish orqali o'zining bir turmushini qamdab, anikini taxim yaxshi ilgirlab, bu jihatimiz talaylik. Şu naytalaylik biz. Şu. To'g'ri. Qisqa muddatdagi orzuyim qanasqa berishga o'ylab baqsam. Qanas berib baqmabdi men qarang. Ekranga ko'rmalarimiz nurg'unlar bamg'an bo'lish mumkin. Sizning qisqa muddatdagi orzuyingiz damilishmi? Men shu uydagilar meni saqlayotqili bir necha yil bo'ldi. Meni bir biz o'rtaq birga bir sayohatlarga chiqsak. Qanasqa beringlar sizlar bunda bo'lsa. Sen yağmur baraydı. Sen yağma. Sen yağın bering lekin qanasqa bardinglarmi? Ya. Qanasqa berib, uningdan sen yağı beringlar. Aslında qanasqa barmay basam bo'lmas. Ya, baş cho'qib qanasqa beringlar. Rastligini to'g'rajima yozma kep qag'ildi. Sayadnim ba hozir shundami? Sayabek issiq hozir. Qanasqa barayli, mana ko'jangning sayohatchiligi taraqqiy qilyapti, kuchayyapti. To'g'ri, andan-chi men bu dengizni ko'rib baqim baqaram. Dengizni ya. Ben bu yıl gördüm taxir. Şunama? Ben hazır körüp bakmadım lekin belki payız buluş mümkün. To'g'ri, rost payizga. Qanasqa barayli başta, sizlar beringlar bizim barayli, qanasqa basaq rost payizga. Ama vallahi baramdoq, bamamdoq. Qanas. Ama kujan goroyi qanasda bir keçilik qilsanglar, ayzong. Shu qanasda. Qanasda shu bevosita tarqitish ilib basaq 10% bulamdikin deb o'yildim. Şu joq yana oldimizda. Bu arzu armanlarımız mı amalga oshdi, ha? Mevlana hozir bir Şu tığı kilinglar mehmon qilay. Gülşen ekranlık dostlarımızı sorup bakın körü etip tumançımız inkas yazıp dosun. Vay körü var toğuqtu ma inkas yazıp dodu. Biz mi barattık deydi mana. Şu da bek isil deydi buldu. Barımız, fırsat bos barımız. İnkasla to'xtamay kağıtıdı hatırcam bulun Mevlan. Acayip yaxshi inkaslarımız kağıtıdı. Onun başka ekran altındaki qadrli ko'rmanlar bayağı deb o'tdik. Bugungi mushu faoliyatimiz bo'lsa, Ko'jang o'qachilik ro'yi o'rinlashtirgan 4-ayning 19-kundan 5-ayning 19-kunigacha o'tkaziladigan, ya'ni 1 oylik Ko'jang o'qachilik ro'yi cho'lponlar sadasi naq maydon bevosita tarqitish faoliyati. Faoliyatimiz yorgan bo'lsa, sizlar rozi bo'layotgan bo'lsanglar, hozir mush faoliyatimizni do'stlar chambiriga ham bahrlab qo'ygan bo'lsanglar, shundaqla to'plarga yo'llab qo'ygan bo'lsanglar, albatta bu faoliyatimiz atimi bor, uning atsimi bor, uning atsi yana bor. 1 oy bor, ya'ni 5-ayning 19-kunigacha Ko'jang o'qachilik ro'yi manaslarga mana mushunaq isil faoliyatni hazırıldı. Onun başqa hamdi baya bizning faoliyatimiz başlanib bilan Hasanjon apandim Ko'jang ro'yininki yangi turlari haqida tafsili to'xtaldi. Navoda yana yangi savollar paydo bo'lgan bo'lsa, agarda tushunmagan nuqtalar bo'lsa, ekrandagi ya'ni mush aloqa qilish telefon nomerlari orqali shunaqla bizning LED ekranimizdami pake ekrandimi bor.
şu ekrandaki telefon numaralarına aloqalashib, şu telefonlarga urib o'zingizlarning savollaringizga javob topsanglar bo'ladi. Soat nechida? Ya'ni har kuni kech Urumchi vaqti soat 6 da boshlanadi. Har kuni kech soat Urumchi vaqti 6 da boshlanadi. Ya'ni 4-oyning 19-kundan 5-oyning 19-kunigacha har kuni kech Urumchi vaqti soat 6 da Kovcan Oqachilik Goroyi Çolpalar Sadası Naq Meydan bevas tarqitish faoliyati huzuringlarda bo'ladi. To'g'ri, ha? Qalaymiz. Ata yana kelib ata sudyaning. Sudyaning cho'qim shunchalik esil chiqdi deb ishonchim bor, ishonchim komil. Yana shu Mevlana ansambli o'z qo'li bilan tankas qildimi? Aminglar bor-ku, ha? Ha. Ajab yaxshi sizlarni yana ko'rdim bo'ptiman. Amisa Gösengözning gipi bo'lib qoldi. Bular bizning hamda mushu bütün biz ko'rayotgan ishlarga asos sog'uvchi, shu bizni qo'llag'uchi san'at sohasini bizning katta korxonachimiz ayzon talab qilib qoldi. Balkim do'stlarimiz bayam inkaslardan bak jiq uchirdi Gösengöz degan gap. Lekin Gösengöz mushu qirong. Mushu do'stlar bilan bir Gösengöz to'g'riliq birdan paranglashgan keladi mening ashu. Ashta qilaylik, ha. Telefon oldidagi aziz do'stlar bilan. Ya'ni bu naqsha ma yaqinning yaqi shu 20 yilning yaqin shu Ipak Yo'l sadasining shu nimada bir aytgandan keyin bu ondan tunidi bu asli biz 2018-yili mush ansamblimizning hisobda o'zimiz ishlab nima qilgan tunji asrimiz o'tdi-ku. Amaliyotda 3 yil burun e'lon qilingan naqsha bu-ku. E'lon qilsak bu hech inkoslab ancha emas. Ma bir Ipak Yo'l sadasining hamda ta'siri yaxshi, uni bilamiz. Aytgandan keyin buni keyin har xil videolar kirishtirilib, do'stlarimiz har xil yangi chaqchaqlarni qilishib, nayt nurg'un do'stlarimiz yaxshi ko'rdi. Ana keyin qarsak, ba'zi tushunmagan do'stlarimiz bada qildi. Hatto nima naqsha bu, qanday narsa bu degan do'stlarimiz bor ekan-ku. Ularni xafa bo'lmaymiz biz-ku. Agar tushunmagan bo'lsa, yoqtirmagan bo'lsa o'zining ishi. Lekin biz azroq tushunchi berishni loyiq ko'rdik. Qarang, o'shada bayam ayzonma şirket to'g'riliq nurg'un tushunchalarni berganda biz bu nurg'un narsalarni bilib oldik. Kovcan Goroyning nurg'un shirkatlarni tarkib topgan bir cho'ng guruh ekanligini bilib oldik. Shunga o'xshash men bu Gösengiz to'g'riliq ikki qiz gap qilay. Bu Gösengiz degan naqshining bu naqsha shu Xotan taraflarda birisi, yana birisi Chachan taraflarda aytiladigan xalq naqshisi bu-ku. Xalq naqshisi. Ondan ba'zi inkaslar var ekan, voy bu Chachanning naqshisi, Xotanning qopti, Xotanning naqshisi yoki Chirning naqshisi debchu. Hatto bizning yezning naqshisi deb inkas qilib qo'ygan bak. Amaliyotda bu xalq naqshisi deganchu. Onda 3-daduyning emas, 4-daduyning naqshisi devoldigan gap emas. Bu taqildigan rayoni bu naqsha bu-chu. Yaman keng bo'ldi. Mushu hisobda mushu hamda Janubiy Shinjongdagi bir turkum tog' naqshlari bor. Bu shu mushu chaqiliq hatta ko'rliqqa yaqin bo'lgan chaqiliqdan boshlab sanasak o'tib shu Xotanning shu bir tog' yezlari va qorong'u tog' Qashtashi deydigan shu yerlargacha o'rtaq naqshlar-chu bu. Ya bir nayining yoki bir viloyatning yoki bo'lmasa bir daduyning naqshi emas. Bu men chunki men borgan shu yerlarga har xil nusxalarni anglagan. Men o'zim guvohlik beralayman, men isbotlayman buncha. Endi shuni bilgisi bor do'stlarga. Ondan biz aytgan nusxasi buning mushu Chachandagi Qodir Parash degan akimiz aytgan nusxasi bu-chu. Qodir Parash degan akimiz aytgan. Buni biz shu bir yili 2010 bo'lishi mumkin bu. Bizning san'at yurtidagi bizning usul rejissor Zabikam ikkimiz berib, xalq naqshlaridan bir nechini aytqizib, shuni Zabikam ikkimiz oldi keyin siz biratlab, ana keyindan neliq gaplarni qo'shib, buni biz qilgan Zabikam ikkimiz avval Gösengiz degan naqshning o'tirisiga, "Men o'tirg'imda qatimiz" deb shularga biz shu taklif fikrini berib, bir asar ishlab chiqarish uchun biz shunda qilgan. Bu Zabikamning hatto mening aning bundaq bir shakl kelishi bizning emgikimiz. Bu aslidan xalq naqshi qator aytilgan vaqtda undaq o'tirdi, bir bidlab bu gaplari yo'q aslicha. U boshqa bir shunda qo'shaq biz o'tirib shunda qatqanchu. Biz buni aniq deb qo'ymsak bo'lmaydi do'stlarimizga. Shunga hamda ba'zi xalq naqshi to'g'riliq ba'zi tushunchisi kamchil do'stlarimizga hamda azroq tushunchisi berib qo'yay deb o'ylab deyishim hamda. Shu naqshining
asli maqsadini unutmagan ahvol ostida yangilik qo'shildi shundaqmi? Ajronlar qo'shildi degan gap. Ondan ash Qodir Parachikamlar hamda biz shundaq bir shakl keltirganni suqsuvchi aytib o'tibdi hozircha shuni. Ash o'tirgan shuni ketib. Biz hamda ularning asli barini badaymiz, o'zimizning qilgan fikrimni badimisak bo'lmaydi. E'tirof qilinganlikning ifodasida. Shu. Ana keyindan men mushu bahonada shu nurg'un men tunuydigan işte xalq san'atkorlar bor. Shu Chachanchi Qodir Parachakimiz bor, Memtimi Munaqida bir akimiz bor. Ana keyindan shunga o'xshash Xotandagi akillarimiz, adillarimiz, do'stlarimiz bor. Yaman noch shundaq naqshlar bor. Men shularga bir salom yo'llay, endi tegamdi, tegmamdi, u salomim uqmayman, lekin salomim yo'llay. Inkas ketdim ya, tegdi. Ijodiyatingizga muvaffaqiyat tilayman. Qag'la degan naqshi bormi? Qag'la. Mavlanqa Yangzyu deydi. Haqiqatan shundoq hamda bizga mana shundoq yaxshi ijodiyatlarni, shundoq naqshlarni yetkazib bergan her millet qarindoshlarımızga minnatdorligimizni bildiramiz. Mavlan deymizmi shu bu biz uchun bir boyliqda bir manba. Mush boyliq, mush manba bo'lmasa, bizmi qanday yangilik qo'sha olamiz, qanday ajrimizni singdira olamiz, shundaqmi? To'g'ri. Hamda bu naqshni biz bu naqshimiz hammadam yaxshi ko'rib kelsaydi deb uni talab qilmaymiz, umid qilmaymiz. Faqat o'zimiz shu do'stlarimiz bilan o'zimiz yaxshi ko'rib qilsak bo'ldi-ku. Bunimi biz shu akillarimiz yuzkaga qilg'atqa shularmi shunusida aytibdi hozir shu naqshinchi. Şuna biz aytib birdimi? Acaba yaxshi. Lekin bu hikoyaning-chi men tushuntirishni, naqshning hikoyasini tushuntirishni aytib berib yaxshi qildingiz Mavlon. Ana keyindan shu ravobmi mana Olichi ravob degan naq shu naqshni chag'an aytganda chaladigan maqsad shuning ravobmi shu bir naqsh uchun ko'tarib keldik ma ravobni shu so'ronga. Siz shu naqshni anglagandan keyin bu ravob sizdan bo'ldimi yoki burunla sizni bamidi? Battı mende. Bir sıfatı. Aşu Çırdaki Adil Hafız diyen dostum bana birini bəgən aşını soğuqan. Aşu xilen yıllar burun. 13 yıllar burun. Adilcan'ım rahmet. Adil'a rahmet. Bugün rahmet ettiğanlarımız çıkıp gitti ya. Bu aşınaq fırsatlarda eğitim alsak, rahmetlerimiz müştaqilerde eğitim alsak yaman yaxşı bulduk enço. Doğru ha. Rahmet Adilcan'cımı soğuqan Rabbimizga. Mavlanqa qiqasa deydi. Mavlanqam bilan do'st bo'lgan bo'lsam deydi biraylan. Yetkizib qo'ying deydi. Buni yetkizib qo'ydim. Texim yaxshi tunish olayli deydi. Rahmat bo'ldi. Menimi charchidingiz deydi. Charchimadim. Mavlan shundaqla bizning Mavlana ansamblga azmatlar charchayotgan tursa, sizlar charchayapsizlar, charchmagansizlar? Yo'q. Yo'q, charchamadik mana. Aytqancha undaq ruhlanib ketib boramiz, ha? Shashmuya? Shashqo. Osmondagi samuya deb. Başlab o'zim shu qopiya o'ynab ketdim. Boshlamdoq, anglamdoq. Tepsem sandık açılar, gül başımga saçılar. Tepsem sandık açılar, gül başımga saçılar. Avvara menin könglim, men kalan xenim, yanı kösem açılar. Sula baştını kilovatmış, öksinizge atay taş. Göz sen göz. Hey! Sen sandık açılar, gül başımga saçılar. Sen sandık açılar, gül başımga saçılar. Avvara menin könglim, men kalan xenim, yanı kösem açılar.
Sulla baştın kilovatmış Yüksinizge atay taş Kızı sen göz Sulla baştın kilovatmış Yüksinizge atay taş Kızı sen göz Yarım çıktı gülbüşka Çayaklık gibüşka Yarım çıktı gülbüşka Çayaklık gibüşka Kapıga susmayman kalanxınım Çoğun tuldu göz yaşka Sulla baştın kilovatmış Yüksinizge atay taş Kızı sen göz Sulla baştın kilovatmış Yüksinizge atay taş Kızı sen göz Sulla baştın kilovatmış Yüksinizge atay taş Kızı sen göz Barat vay Toğru kutun ne yaratmay Barat vay Toğru kutun ne yaratmay Toğru kutun ne yaratmay Mana passa kalıgan barat vay Bir bidele Passa yüddüm büyüde Kutan yüddüm büyüde Can yüddüm büyüde Kağılı kak Mana dönge çıkıp Dağa vak mana kısışka kapaydı kutu gülü vılı kak Yemse yak mana yemse yok Kısışka kapaydı kutu gülü vılı kak Takı duku de Siz xanımga köygende Sağal bir tumğulu yoqda Bir bidile Bassa yüddüm büyüde Can yüddüm büyüde Utan yüddüm büyüde Kağılı kak Mana dönge çıkıp Dağa bak mana kışka kapaydı kutu gülü vılı kak Yemse yok mana yemse yok Kışka kapaydı kutu gülü vılı kak Tepsem sandık acılar Gül başımga saçılar Tepsem sandık acılar Gül başımga saçılar Avvara minin gönlüm kalanxınım Yani kösem acılar Sulla baştın kilovatmış Yüksinizge atay taş Kızı sen göz Sulla baştın kilovatmış Yüksinizge atay taş Kızı sen göz Sulla baştın kilovatmış Yüksinizge atay taş Kızı sen göz真的大师的评论geldi Cuma İnkaz. 真的是大师。Ey, ni mu? Baba diyen yer pek isilket edin. Mevlana ansambılğa rahmet, apırın, tinala salamet olsun. Bek şoq bulup kettik o kösteyimsin, rahmet. Mevlan çındı daşı. Mevlan kaşxanınızını da birine ət berip bir körüş olay siz bilen dedi. Yaşap gittim. Mevlancan daşı, isil, avazınızı dətbəmisin. Şxanınızı berip siz bilen körüşüp kulunuzu bir tutuvamaq çıken. Buldu. Hıcılap buldu da hoşup gitti. Apırın, hakikaten ha. Minşin, rahmet. Rahmet, emmalaq rahmet mana muştaq. Bizge yaxşı inkaslarını kaldırgan şunaqla Mevlanğa nisbeten
Albatta Mevlana ansambldagi muzikantlarımızga kaldırgan güzel tilekleringlarga yana bir qitim minnatdorligimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Taşı deydiçimi? Rahmat. Şu telefon aldidagi, ekran aldidagi do'stlarimiz vaqtinglarni chiqarib ko'rib shunday inkaslarni berganinglarga bek xush bo'ldik. Hammadan bika emas. Aşağıya bir qandal bo'lsin bir inkaslarni qoldirganinglar biz uchun bir medet bo'ldi. Rahmat do'stlar sizlarga. Gülşah. Üzgün şirketin üzgün paydası ba, cemiyet kimi paydası ba, müşündaq qiliq müşü sahada xizmat qilayotgan o'sha san'at sohasidagilarga paydası ba, nayt katta obdayish men shunga ayzonga yana bir qatim rahmat aytaman. Ondan müşü nesillerimizning Gülşenning chiroyli turuqining bizning ansamblimizning müşü ovozlari, suratlarining do'stlarimizning oldiga yetib berish uchun japa çekken texnik xodimlarga men ko'plab rahmat aytaman. Mamtimin do'stim, rahmat. Tursun adash, ko'p rahmat sening guruhingdagi hammanglarga. Qani yana kimlar? Manvar, rahmat. Olimjon deb hamma sanavatsam. Parda qisidagi, parda oldidagi barcha yaxshilarga rahmat. Chapatatdanlar haqiqatan shundaq hamda sahnada men shundaqlar Mevlana ansambldagi azmatlar sizlar uchun xizmat qilayotgan holtimizda sizlar bizni ko'ra olasizlar, lekin parda qisidagi boya Mevlana deb o'tgan barcha yaxshilar sizlar bo'lganliginglar uchun mana bugungi bu naq maydon tarqitishimiz vujudga chiqdi. Shundaqlar ekrandagi ko'rmanlarimizning roziligiga erishdik deb o'ylasak bo'ladi. Mevlana'nın tayyorlagan naqshlari mushunchalik shundoq qo'ya buguncha yana bormi-ya? Endi yanmaymiz Gülşen. Jiq demamsiz agar talab qilsa hozir to'xtamay talab qilyotdim. Talab qilsa aytaverma, chatoq yo'q. Endi Oshtama? Endi deyman. Udasi birni. Etamdoq yoki Şu endi görseniz tilla nayt bir payza axirlashib ketsam yaxshi bo'lamdiki deb o'ylab qoldim ya Gülşen. Hammamiz tatliq bo'lgani yaxshi deb o'ylaysiz-ku, to'g'ri. Buni unutdik bu 30 kun davomida do'stlar. Sizlar qongacha uzurnisizlar. Shu Kujang guruhi Cho'lpallar sadasi naqmaydan taqtish faoliyatidan. Sizlar 30 kun. Ma birinchi kunni biz boshladik mana. Ya'ni 29 kun bor taqa. Unda bo'lsa davomliq zakaz beramiz deydi. Zakaz beringlar jumo do'stlar. Rahmat. Amsi yana bir qitimliq bevos tarqitishimizda bugun aytilmagan naqshlarni esaqqa bo'ladi-ku, yana fursat bor. Demisimiz shu hozirmi shu Urumchi vaqti kaysa 9:41 minut o'tdi. Ballar ati maktabga bordi. Ballari yo'qlar ati ya maktabga bordi yoki idoraga bordi degan gap. Pek kashib ketib qolsa, sizlarning orominglarga ta'sir yetmasin degan umidda boya degandek az bo'lgani yaxshi-ya. To'g'ri. Mevlana sizlar uchun qancha essa hargiz hormaydi, talmaydi. Lekin vaqt sharoiti bo'lganligi uchun eng oxirida hammalar eng güzel tilaklaringlar bilan bizni yana bir qitim xush qilgan bo'lsanglar degan umidda bugün rahmat aytadigan kishilar haqiqatan mubakchiqa, ya'ni bugungi faoliyatimizni uyushtirgan Kujang o'qachilik guruhiga rahmat. Kujang o'qachilik guruhining qurg'uvchisi Hasanjon apandimga rahmat. Shundaqla Kujang o'qachilik guruhidagi barcha xizmatchi xodimlarga rahmat. Shundaqla bugungi bevos tarqitish xizmatida jafo chekayotgan kuychi bevos tarqitish supsi, Kujang guruhi bevos tarqitish supsidagi barcha yaxshilarga rahmat. Cümleden Mevlana ansambldagi muzikantlarga rahmat sizlarga, rahmat chapatatdanlar bo'g'ashqa bir maydon esil san'at kechiligidan, muzika kechiligidan, naqsh kechiligidan huzurlandik. Bu biz uchun bir baxtgan, bir ta'la ekan. Sizlarni yaxshi ko'radigan shu mastanlar uchun salomat turinglar, omon turinglar, yaxshi turinglar. Rahmat. Atilikka bir e'lon berib o'taylik, atidagi faoliyatga. 29 kun batiqi yana juma. Ma Kujang guruhi bevos taqtish supsi, kuychi bevos taqtish supsidan diqqatinglarni hargiz boshqa yerga og'diratmanglar. Yana davomlashadi yana bir oy. Ati. Men eng yaxshi ko'radigan qalb gulshinimizga eng xushpuroq kunlarning biri bo'lgan Sodiyay jinimning naqsh kechiligi, ya'ni naq maydon bevos tarqitish faoliyati atimi mush vaqtda biz bilan yuz ko'rishni unutib qolmanglar, ya'ni Urumchi vaqti kech soat 6da juma.
Ayzon. Ben bek saklap kettim. Eğizden kurup bayanınıza. Mesela Sencan efendim çıktı. Biz peski seneden çıkıp kelsek bulamadık ondan. Biz Boladı. Aşta qildi, ha. Endi ishkinglar yana davomli bir yaxshi suhbatlaringlarni qilib qilinglar. Rahmat do'stlar, menlarga ko'p rahmat, xo'sh. Rahmat. Mavlon rahmat. Azmatlar, muzikantlar rahmat sizlarga. Bayanınız mı? Oltasancha. Naqshlarni anglab. Huzurulanib. Usul oynay desem, bu usul hüceyrem tövenkenço meniki. Oylap baksam. Şunun bilan muşu faaliyetni o'rinlashtirishdagi asosiy maqsadni hamda bir tushuntirib qo'yg'im kelib qoldi-chu. Chunki buni ko'pchilik tushunib olmasa, ko'nglim ozroq bearam bo'ladi-chu meniki. Bu hamma safarning bir yo'lovchisi bo'ladi. Masalan, bizning hamda bu faaliyet bir safar hisoblanadi-chu bu. Bu safar jarayonida ko'pchilik har bir ishni qilgan vaqtning o'zida shu ishni men nima deb qilyaptim yoki nurg'un to'rdoshlarimizninki vaqtcham qo'li telefondami shundachu qo'li ishqimi bormay shunda o'ltirib qolgan to'rdoshlarimizdan bir muncha bo'lishi mumkin. Hamda bu qitimliq faoliyatni o'rinlashtirishdagi asosiy maqsad birinchidan hamda bizningki hozir qilayotgan bu turlarimizni tushuntirish. Hamda bu naqshi bilan munosabatsiz deb o'ltasanglar bo'lmaydi, juma. Naqshi bilan ajoyib munosabatlik. Nima uchun degan vaqtda o'sha nima uchun naqsh bilan munosabatlik degan vaqtda mening bir ozroq gapim chiqib qoldi-chu o'sha. Masalan, odatda tamoq etimiz uyda shunava. Tamoq etgan vaqtimizda bu asli qo'saqni to'yg'izish uchun ham yesak bo'ldi buni. Lekin buning hamda ancha-muncha ochiq suv to'kimiz, ancha-muncha lozi to'kimiz buning ichiga. Ancha-muncha go'shtlarni solamiz. Buni tatliq, bek tatliq bo'lib ketsa, ochiq, har xil qilish uchun. Hamda bir ishni tushunish uchun bu shunga o'xshaydi-ku. Bu bir tamoq. Bu turmo bir tamoq bu. Bu tamoq bo'lgandan keyin buni menda ancha-muncha ochiq suv, lozi suvlar menda birlikda ham iste'mol qilsak, uning keyindan bek yaxshi hazm bo'ladi-ku bu. Shuning bilan bizning bu qilayotgan ishimiz naq joyiga tushdi. To'rdoshlarimizning bu men nima uchun mushu yerda o'ltirdim? Men nima uchun o'ltiryapman? Degan shu savollari ozroq o'simi yeshildi. Masalan, cho'lponlarni misol olsak, hamda cho'lponlarimizni ko'nglimizda ajoyib bek hurmatlaymiz-ku. Lekin amaliyotda pek oz bizningki jamiyatimizda. Masalan, bu cho'lpon bo'lmoq unda oson emas. Bir ishtamda bir 4 odamning oldiga chiqmoq bek tez ishning birisi-ku bu. Ammo mushular qilayotgan ishga mening ishim bek o'xshaydi deb o'ylayman. Chunki mushu naqshchilarimizningki naqshisi yarsa, xuddi bir pul o'tkazib qo'ygandagidek, xuddi biz bir haq bergandagidek, unda anglab qo'yganga unda mana anda aytib qo'ydi, manda aytib qo'ydi deb unda bağlab ketimiz-ku. Lekin yaxshi esa buningga haq bermaymiz. Yaxshi aytmasa anglamaymiz buni. Anglamaymiz. Ama bizning ishimiz mi shunga o'xshaydi? Mayada o'ltirib, ko'pchilik manda ish va desak, bundan foyda tegsa, voy siz bek yaxshi deydi. Shunda ham bayam degandek, ma ishni qilib, manda qilish usullar qilib, manda beyimiz, manda ish qilamiz. Bu ishni kim qilolmaydi, bu ishni bilmaydi. Kim bilmaydi deydi. Shunga hamda hammamizningki o'rtaq bir orzu armonimiz bo'ladi.
xuddi o'sha men qilayotgan naqshchilarning ishi, san'atchilarning ishiga bek o'xshaydi. Bu yaxshi bo'lsa ko'pchilik anglaydi. Shunda sal azroq yaxshi bo'lmay qolsa, tullaydi keling ko'taplar. Qilanmaydi emasmi? Men degan emasmi? Men desem mening gapimni anglamagan emasmi deb. Şuna endi tomoshabin bo'lmoq eng oson. Pastlam o'ltiramiz. Anglag'imiz kelsa anglab qo'yamiz, anglag'imiz kelmasa tashlab qo'yamiz. Endi hammaylar tomoshabin bo'lib olsak, men sahnaga ancha-muncha odamlar chiqmasa bo'lmaydi. Shunga bayamingizda bir qo'rim shu turlarimizni tushuntirib qo'ydim. Endi bu turlarni yaxshi bo'lgan yerlar bo'lsa, ko'pchilik o'ltirib olmasdan vaqti-vaqtida sizlarmi bir aktivlik bilan moslashsanglar. Yaxshi bo'lmay qolgan yerlar bo'lsa, manda yerlari mandaroq ko'rinyotdi, mening desanglar. Chunki odam qilgan ish bo'lgandan keyin buning ba'zi bir yerlarini ancha-muncha tuzitgan yerlarini biz tuzatsak, mushu bayam degan mushu ishimiz bizningki quruq gapga aylanib qolmay, tez suratda bir vujudga chiqsa, sizlarning mayli egilik tiklash orzuyinglar bo'lsin, mayli hamkorlash orzuyinglar bo'lsin, mayli qanday jihatda orzuyinglar bo'lsa, biz bu endi bir cho'ng sahna bu. Buningda bir sizlarga bugun keliblam manchilik narsani sotamiz yoki manchilik bir narsani manchi pulga setib, manchi pul kerim qilamiz degan maqsad yo'q. Endi bu bek cho'ng bozor bo'lganlik sababli ko'pchilikni biz mushaga boshlab ekeldik. Endi bizningki bu şirketde hozir 1000ga yaqin odam bor. Xizmatdashimizning 1000ga yaqin xizmatdosh bor. Ammo shu xizmatdoshlarimiz mana shunday yaxshi tirishib bugungi kunni barliq keltirdik. Bundan keyinmi bu 1000 odamningki 2000, 3000, 4000, 5000, 10000, 20000 mana shunday sonlarga ko'payib, bundan keyinlik mana shu ishlarimizninki tez suratda taraqqiy qilishi uchun men bütün kuchim bilan tirishman. Ammo bu bir oy jarayonida biz bir yandan yig'inchoqliga vaqtimizning o'zida mana shunda o'zimiz ko'rishni orzu qilgan bir yaqindan sirdish olayotgan endi mayada bayam Gulshan xonim davomli shu bevosita qitish jarayonida men naqshchilarimiz bilan paranglashdi. Paranglashgandan keyin endi ba'zi bir turdoshlarimiz shunday gap oz bo'ldi. Quruq gap bakcha qolib ketdi. Anda bo'lib ketdi, manda bo'lib ketdi deb menda so'g'siz sepib qo'ygan bir ishlar bor ekan-ku. Endi buning ichidagi masala bu buyoqqa chiqiblam shu mikrofonni iliblam u naqshini yarım saat tugaydi, 7-8 dona naqshini aytsa deganda, endi lekin o'sha 7-8 dona naqsha bir umr nurg'un vaqt sarf qilib ijod qilgan naqshlar. Ham bu naqshini biz bunda bir kim aytibotdi, qanday odam aytibotdi, nima sababdan aytganmish naqshini. Masalan, bayamqi naqshinimi hozir deganlar gussang, gussang mening bir o'g'lim bor-ku. Mushu o'g'lim shu kunda 4 qitim anglamasa mush naqshini. Men hisob emas. Ashini anglayman deb turib olgangan. Kim aytibotdi, qanday aytibotdi, mana bunaqa tushunib anglasak ajoyib yaxshi bo'ladi. Endi men faoliyatnimi bo'lsa bundaq bir tushunibchi. Buning ichida o'zaro bir-birimizningki Abdukarim kam bir vaqtda bir gap qilgan. Bu gap nima desa, bir to'rda ko'rgandim-chi bu gapni. Uşaq vallaning bir o'yinchiqi bor dedi. Bu o'yinchiqda bir bala maxsus qo'lga bolqidan birini ko'tarib olgan. Xashu bolqa. Bu o'yinchiqda 10-20 dona qo'choq bor ekan. Bu qo'choq eli mavi qo'pib olgan, tan qo'ygan beshiga. Qo'ysa pastga tushib ketgan.
Ele mağı qopup alken, tan koytken, aşında bolqunu kötürep lam kolumuzda. Aşı kim bir beşin tiklep boğuşlam gədəndən urup lam pəski düşürüp etmey. Bunu bizning şirketninki alayda yoğunap ketkenligini bir köz qilish emas. Ve yoki bo'lmasa bizning manda bir cho'ng ishlarni qilib ketganligimizni bir ko'pchilikning oldida pesh qilish emas. Balki mushu cho'ng ishlarni qilish jarayonida hamda mushu ko'pchilikka bir ozroq bir sahna, ozroq bir supa hozirlash. Shunga ham buni hozirlab qo'yuvchi bo'lgan jarayonda yani bayan degandek hamda bizmo odam, bizmo menmo odam. Ham bu ishlarni kechimi kunduz o'ylashga, kechimi kunduz buni tadqiq qilamiz hamda bizning bir tadqiqot atirtimiz bor. Tadqiq qilamiz bu ishlarni. Tadqiq qilib, bani manda qilib baqili, avni anda qilib baqili deb bir qancha odamga deb baqamiz degandan keyin ba'zisi bak yaxshi bo'lganligini deydi, ba'zisi yaxshi bo'lmaganligini deydi. Shuning bilan mana bugungi mush kunga mushunda hozirga o'xshash mushunda yo'llarni besib keltqanga. Mana ishlar sal bir qadar cho'ng ish bo'lgandan keyin shunga bu faoliyatni ham men bekor qilganlik sababidan emas, hozir mening ishim beşimning chechidinchi hozir qiltqash shu. Lekin yana vaqtning ichidan vaqt chiqarib, mush ko'pchilikka bir texmi yaxshi bir tushuncha hosil qilish maqsadida bugünkidek mush faoliyatni bir oy biz o'rlashtirdik. Endi balkim bir oyda tugimay qolsa, balkim bu uningdan uzrab ketishi mumkin. Lekin bu qitim tushundirmay qo'ymayman. Cho'qim buni tushundirmsam şirketninki mavu türlab belki muşu o'rindilar muşu ayaga bir muncha yezibdi, mayaga bir muncha yezibdi, ma ishki baqinimizga bir muncha yezibdi, bundan o'ttirimizga bir muncha yezibdi. Shunda yozgan bir yeziq tilidagi yeziqchilar bir material bo'lib qilishi mumkin bu. Men bu cho'qim bütün kuchim bilan tirishman. Hem de hemmeyle ilgilik tiklaş, pul tepeş, texmi kunlarimizni xushal xuram, ma'nilik o'tkazishni orzu qilayotgan orzu egalari bo'lgan ekanmiz. O'zaro bir-birimizningki hamda bizningmi zihnimiz yetmaydi. Hozirgi gap bo'g'ichi bir odamga zihnimiz yetib baqmidi. Zihnimiz yetmaydi. Shunga tushunmagan, bilmagan har qanday savollaringlar bo'lsa, ay shu savol mening eng yaxshi ustozim. Aşı sualga men cevap tapımçı ultraplam ma sualni manda so'ravadı do'man. Unda kerak emas suallarni so'raversanlar bo'lmaydi. Ancha muncha ma bu ish qanday ish yoki ma bu manda yerini tushunmagandim deb qilsanglar biz bütün kuchimiz bilan sizlarga tushundirsak, uning keyindan musho bayan degan musho naqshlarimizningki eng yaxshi bütün odamlar har qanday odamning qishig'i kelib bo'lsa to'liq anglaydigan bir naqshidek shunda bir holatni shakllantirsak sizlarmi orzuyinglarni amalga oshirib olsanglar. Meningmi ushshaq tushak dempay orzulni ozroq orzu bor-ku. Mushu orzuyim amalga oshsa, hammamizningki orzuyimiz tang amalga oshsa degan umidda o'rinlashtirgan faoliyat. Faoliyatni yaxshi tushunib, buning ichida maxsus shu bir odam chiqib o'g'ichilam naqsha deb turib olmasanglar. Naqshimi bo'ladi, hamma narsa yaxshi bo'lmasa, muvofiq o'rinlashtirilmasa, buning ichida naqshlar qo'yib bersak, men uchun yana ahamiyatsiz bo'lib qoladi bu. Bu yerga chiqib olib, men bayon qilib bir mikrofonni olib 1,5 soatgacha gap qilaversam, yana ahamiyatsiz bo'lib qoladi bu. Şuna bunu rengarenleşkizip. Mesela televizorunu misal alsak, muş televizorda mı kino lam çıksa, ettigen geç oğuç muş işitkallam kino çıksa, köyümüz gelmeydi buna. Bunun oturga anca bunun rengareng turmuşninki mesela siz burun işleyen ne programımız deyimiz? Tele yoltuzu programımız deyimiz mesela şuna var. Her xil ilallah aşında kıstırılgan denken, ilandan paydalanayotgan odamlar bor. Talay yultuzdan paydalanayotgan odamlar bor. Endi men nimani yaxshi ko'rsam, sen shuni yaxshi ko'rsang bo'ldi desak, yaxshi bo'lmaydi.
bizmi yaxshi ko'rganimizni yaxshi ko'rishimiz kerak. Hem başqalarınınki mi o'ylayotgan fikriga bir ancha muncha hurmat qilib, mush nayt yaxshi bo'lgan, nayt ilmiy bo'lgan tor muhitni barpo qilib, bugünkidek mushunda faoliyatlarimizning texmi yaxshi, texmi ko'plab bo'lish uchun ham bizning shirkatlar ham emas, hozir faoliyat qilayotgan. Nurg'un shirkatlar shunda yaxshi faoliyatlarni qilyapti. Bu hammasi ziyonli ishlar emas. Endi buni o'zinglar ko'may o'ltiriblar, buni ziyonli ish yoki deb bunda o'ylab olsanglarmi, yaxshi bo'lmaydi. Ham chunki hamma odam nang bir ishni qilishida, bir ishni o'rinlashtirishida o'xshamagan orzular bilan, o'xshamagan nishonlar bilan shu ishlarni ilib boradi. O ishlarni ilib borgandan keyin sizlarmi to'g'ri ko'zinglar bilan ko'rsanglar bu ishlarni. Bizning meningmi mushu ishlarimni texmi yaxshi taraqqiy qilishiga turtki bo'lsanglar, menmi sizlarningki qanday orzuyinglar bo'lsa, orzuga munosabatlik har qanday narsa bo'lsa, men butun kuchim bilan sizlarning orzuyinglarni amalga oshirish yo'lida texmi yaxshi tirishchilik ko'rsatsam. Shunami, Gulshan xonim? To'g'ri, ha. Gulshan xonimmi texmi yaxshi tirishchilik ko'rsatsa, shunami? Mushu naqshchidan so'rab baqtimcha men. Mushu naqshini o'zinglar uchun aytamsizlar desam, hammasi yoqdaydi. Mushuni mushu jamiyatdagi odamlar anglasin deb aytamiz deydi. Xalq uchun, ha. Xalq uchun. Agar o'zimiz uchun o'zimiz anglashni yaxshi ko'rsak, bu naqshini o'zimiz ham aytib olsak, uyimizda o'tirib o'zimiz ham aytib olsak. To'g'ri. Bo'ladi emasmi? Buni nima qilamiz unda bir muncha pachiga deydi. Ras o'ylab baqsam to'g'ri. Endi bu hamma odam o'zi uchun ham qilmaydi. O'zi uchun ham qilmaydi. Belki şu etrafdagi şu ehtiyojli odamlar uchun qiladi. Endi mening ehtiyojim yo'q da bu narsaga. Endi mening ehtiyojim bo'lmagandan keyin hamma odamningki bu ishga ehtiyoji bo'lmasligi kerak deb bunda turib olmasdan, balki endi boshqalarningki, masalan, men mushu hamma odamningki meni bek yaxshi deb ketishni mo bek yaxshi ko'rib ketmayman. Lekin endi mayliqim meni baholasa, sal ochiqim kelib qoladi-ku ba'zi vaqtda. Mesela ben bir nima qildim-chi? Jibo qildim. Do'yinda. Jibo qilsam, endi bu jiboni bir maxsus o'sha sirtqi odamlar uchun ham qilgan jibo emas. Shirkatdagi bolalarni kiringlar o'shani men jibo qilaman deb bir jibo qildim-chi. Endi bu jibo qilish jarayoni ben bu oldimda bir ekran, hech nima yo'q. Ya odam yo'q. Endi odam bo'lgan bo'lsa, odamga so'zlayotgan gap. O'zimdan boshqa hech kim yo'q. O'tgan yillar yeching o'g'a vaqtda. Shunga qarab so'zlayotib men hamdaliqa orliqda deb saptiman-chi. Degandan keyin bu nimanda to'la deydi qadam deydi. Voy bu demayamdi buning ichida. Chunki bir ekronni ekib qo'yib oldiga. Bu so'zlamak ham tez ishning birisi ekan-chi. Buning oldida riyosatchilarni men azroqlam xato tushunib qolibdi-kan, men shundan keyin ma oson gap emas-kan, mava. Bunun kendim bir muncha odamlarning qishiq chiqib so'zlab baqdim-chi, texmi teskan oldimlarliqi. O'sha mushuna udilib qilib chekchib turgan ekan, andaq qilib qilib chekchib turgandan keyin odamning ko'nglini aytib beram bo'lgan gapga. Shunga bir mushu pasif energiyalik gap so'zlarni qilmay bizning to'rbetimizga kirgandan keyin. Shu bak to'g'ri dedingiz. Buning ichida maxsus sizlarga tayyor qilgan narsa yo'q. Maxsus endi nurg'un odamlar foydalansin degan narsalar bor-ku buning ichida. Endi mushina bir tamoq yegandikiga o'xshash. Bunda bir o'ningdan bir cho'ka, buningdan bir cho'ka, mushunda almashtirib yeymiz emasmi tamoqni? Shuningga o'xshash, ammo faoliyatni o'tkazishdagi maqsadmi bir rangarang. Buning ichidan ancha-muncha mushunda duduqlab so'zlayotgan bir odamning bo'g'ini yaxshi, shunami? Tabiiylik bu. Tabiiy. Men hech qanday material olib chiqmayman-ku, azaldan bir nima qilgan vaqtning o'zida material olib chiqmayman. Chunki o'sha jamiyatda hozir nurg'un odamlar boshqalar uchun ham yashayotgan 99% odam. Haqnim deb qala, deb ham shunday yashayotgan. Boshqalar qilam. Masalan,
nurg'un qiz ayollar gerim degan to'shaq qiladi shunaqa masalan sizmi bor shuning ichida shunaqa nimishqa deganda oqshom uyga qaytib ketgan vaqtingizning o'zida o'zim uchun deb hammani yutib yatsiz shunaqa uxlashdan burun shunaqa ya lekin maya kelgandan keyin boshqalar ma qiyofatimni ko'rib qolsa bo'lmaydi deb to'shaq qilib qilgan gap shunaqa kiyim kechaklarni shunday qilganmiz ajoyib bir xil dazmollarni silib buningga ajoyib shunday qilganmiz lekin mening hamdalik boshqalarning turmushida yashag'im yo'qcha faqatlam bir xil oddiy sodda yashag'im bor oddiy sodda oddiy sodda yashash bo'lgandan keyin meningki nima bunday bir xil kunamay ekanmancha masalan Beijingda faoliyat o'rinlashtirdim faoliyat o'rinlashtirganda ana qanday qilamiz mana qanday qilamiz deydi hech qaysini hech qanday qilmaymiz ay shu o'zining ret tartibi bo'yicha amaliy ahvolga asosan amaliy naq maydonga asosan bunday ilib mangamiz deb bunday tushuntirib qo'ydim shuningdek hamda men bunday o'zimni yasamagandan keyin Çaşlarını bunda oğlanmayla qatırıp facu deyimiz maylı bir nesle var. Qatmagan çaşlarını qatırıp bunda satırışxanaga basak nayt yaxşı qatırıp qoydu şu amisi. Akşam uyga bargandan keyin uxlamay manda qınısqa başını qoyab at çulub ketmiş o maçışımda. Turmuşqa faqat kunanmay ekanman. Bunaqılıqa erkin azadelan bolsa, hamma ish chin ko'nglimizdagidek bolsa, chin ko'nglimizning ish qilgan bir holatni shakllantirsak degan orzuyim bo'lganlik sababli hamma ishni bir yerda o'ltagandikidek. Yani ko'pchilik bilan biz bir yerda emas, lekin to'g'ri orqali bir yerga kelgan holatda bunda bir paranglashib haqiqiy o'zimiz uchun haqiqiy o'zimizdek bir yashab o'zimizningki o'sha qanday deymiz girim qilmagan deb tushundim siz ancha girim qilmabsiz tabiiy holatda demak chaqchaqlab deb qo'ydim anda xafa bo'lib ketsangiz bo'lmaydi yo'q chunki endi kasb ehtiyoji bor ekrandagi ko'rmanlarimizga eng go'zal holatimizda xizmat qilaylik deb o'ylaymiz emasmi lekin siz o'xshamaysiz men o'xshamayman uni shuni to'g'ri tushunman men beklamiliqa bo'lsa shu chuqlam chiqqan bor bir şey shu uyqu chiroyli shunday chiqib qilgan bor lekin endi haqsonligimiz deb ancha muncha saqal paqallarni ilib tushdi ozroq yasandim endi lekin endi bundan keyin endi ozroq bunday yasashim mumkin lekin bek cho'ng ko'lamlik faqat yasanolmadim-chu Butun şu Ağustos'lu yasanğınızmı şu körmenlerimizge berilgen bir hürmette. Şunun üçün emdi Ağustos'lu yasandık. Şunun bilen şu böyle hazırki şu gep qaytib kelsek. Bulapmam dedim men sizler güzellik bag'ishlar ekansizlar yana birisiga o'ylasam-chu. Endi men o'xshamay ekanman. Men endi bir korxona bo'lgandan keyin bir korxonachi bo'lgandan keyin cho'qim bu qilgan ish sap haqiqiy shunda ishni men ko'pchilikka bamisam bo'lmaydi. Shunga bizning qilayotgan ishlarimiz o'xshamagandan keyin shuningmi oddiy soddalan bir ish qilsam keyin o'sha ko'pchilik haqiqiy qo'lini olayotgan, haqiqiy ishlatalayotgan. Chunki buning ishidagi men bu ilib mangan, bizning shirkat ilib mangan bu ish maxsus boylarga chiqarilgan ish emas. Maxsus kambag'allarga chiqarilgan ish emas. Balki o'sha jamiyatda yashayotgan har bir odamning ehtiyojini to'liq qamdaymiz degan maqsadda chiqarilgan ish bu. Maxsus puli bor odam uchun xizmat qilgan ish emas bu. Shunga bu ishlarni yaxshi tushunib olsanglar, shu to'rlarda bundan keyin shu to'rda bo'lamiz bizningki shu supimizdi-chu. Bir ilmiy paranglashib haqiqiy shu yangi davrga loyiq bir to'r muhitini barpo qilib bu to'rdan unumli foydalansak, buningga yaxshi gap yozsakmi, bir ig'izga mangdi. Eski gap yozsakmi, bir ig'izga mangdi. Qanday gap yozib qo'ysak, bir ig'izga mangdi. Endi bu yerda ba'zilarimizninki gap so'zimiz pek yaxshi bo'lmasligi mumkin, menga o'xshash. Ba'zilarimizniki bu chunki bu kayfiyat qilib buning ichidagi nurg'un narsalar-chu. Kayfiyat yaxshi bo'lsa, nurg'un narsalar haqiqiy gap so'z qanday vaqt chiqadi desa, ruhiy holatda
adamningki bunda turmuşdan ilinayotgan gap. Shunga biz buningdan keyin ham boshqa to'rlarni qanday ko'rsanglar mayli, lekin bizning to'rimizni haqiqiy sizlarmi chin ko'nglinglar bilan ko'rsanglar. Bizmi sizlarga chin ko'nglimizdan xizmat qilgan bir holatni shakllantirsak. Buningdan keyin shu to'rda bo'lgan hamma gap so'zlar shu qilinmaydi qashni azaldan demayman. Qilmag'ashni azaldan demayman. Shu toshqa tamg'a bosgandek. Shu nayta bir gapni qildik, shu gapga amal qilgan. Bu bir to'g'ri qilyotdi-ku bu gapni degandek bunda holatni shakllantirmay, haqiqiy yaxshi bo'lgan bir to'r muhitini barpo qilib, shu to'rdan foydalanib, shu nurg'un odamlar egilik tiklabdi, nurg'un odamlar pul tepibdi, nurg'un odamlar shu to'rdan foydalanib, nurg'un yaxshi ishlarni qilib o'tibdi. Bizmi shu to'rdan foydalanib nurg'un yaxshi ishlarni qilgan bir holatlarni shakllantirib, buningdan keyin shu Kujang markasi bilan shu Xinjiangninki mayli mahsulotlari bo'lsin, mayli madaniyati bo'lsin, mayli qanday ishlari bo'lsin, biz shu butun jamiyatga bo'lsa, butun dunyoga manda bir ya baka deb manda qilgan bir holatni shakllantirsak demoqchi. Rahmat Hasanjon apandim. Haqiqatan bu sizninglar emas, hammamizning yurak so'zi deb o'ylayman. Bizning ekrandagi ko'rmanlarimizmi meningcha Hasanjon apandimning yurak so'zlaridan rozi bo'ldi deb o'ylayman. Chunki meningcha bir pokiz bo'lgan, sog'lom bo'lgan, aktiv energiyalik mazmunlarni yo'llash, shundaqla bayaz siz degandek bir pokiz bo'lgan to'r muhitini barpo qilish hammamizning majburiyati, mas'uliyati. Mana mushu mas'uliyatni, majburiyatni biz Kujang Guroyning bevosita tarqitish faoliyatlaridan boshlagan bo'lsak degan umidda. Endi chunki Kujang Guroyi mana mushtaq hammamiz yaxshi ko'radigan, hurmatlaydigan, faxrlanadigan san'atkorlarimizdan tashkillangan isil numurlarni ekrandagi ko'rmanlarimizga sunyotdi. Shuning uchun xizmat qilyotdi. Shuning uchun bizni hurmat qilgan ahvol ostida, o'zinglarni hurmat qilgan ahvol ostida yaxshi inkaslar bo'lsa, qoldirgan bo'lsanglar, sizlarning shu chiroyli inkaslaringlar bilan, go'zal inkaslaringlar bilan bizning hadug'imiz chiqqan bo'ladi. Shu inkaslaringlar bizga berilgan eng yaxshi xizmat deb o'ylaymiz. Rahmat ekrandagi qadrli ko'rmanlar, unda bo'lsa vaqtni birga berib qopdi. Ati kechda, ya'ni Urumchi vaqti kech soat 6 da Kujang o'qachilik guruhi uyushtirgan Cho'lponlar sadosi naq maydon bevosita tarqitish faoliyatimiz davomli huzuringlarda bo'ladi. Shundaqla Kujang o'qachilik guruhi haqida texmo cho'nqur, ya'ni cho'nqurlagan holda cho'nchiga erishimiz shundaq-ku, ha? Amsa. Albatta. Amsa ekrandagi qadrli ko'rmanlar, ati kechdagi bevosita tarqitishimizda ko'rishaylik. Yaxshi ko'ringlar. Hammanglarga rahmat. Xayr-xo'sh. Amsa to'rdoshlar, hamma orzu armonlarimiz Kujangda amalga oshsin. Kujang guroyida amalga oshsin. Barliq to'rdoshlarga ko'pdan ko'p rahmat. Men sal jiq yaqib qo'ydim bugun. Yaxshi tushundirish bo'ldi. Rahmat. Xayr-xo'sh.